Bu narsani juda kamchilik biladi yoki faqat men bilaman deydigan qaysidir fishkalaringiz bor. O'sha fishkalardan birortasini ulasha olasizmi yoki yo'q? Menda o'zimda yoshi 30 dan kattaroq Gulyo opa Bekisga qarang dedim. Hozir men mashhur bo'lib ketyapman dedim. Sizni mashhur qildik dedim. Ya'ni biz loyihani egasini qidirib yuribmiz. Faqat bizni qidirmayotgan ekanmiz-da uni. Uni organdagilar ham qidirishayotgan ekan. Ko'p mana shu sohamizdagi mutaxassislarga men qarama-qarshi fikrlar bildirishim mumkin. Faoliyatingiz mobaynida tekinga xizmat ko'rsatib berayotgan bizneslar bo'lganmi? Siz tekinga xizmat ko'rsatib berganmi? Bitta loyiham qamalib ketganda. Sen hali o'rganib chiqishingga 1 oy yetadimi degan savol bor-da. Lekin to'g'ridan to'g'ri primo beradi. 1 oyda qanaqa mashina olaman deydi. Menda shunaqa qadriyatim bor o'zim, qancha pul topishim hattoki ayolim ham bilmaydi. Hozir sizga nima xizmatlar bo'yicha murojaat qilish mumkin? O'zimdagi fikrli degan Farruxni AI klonni qilish o'ylayapman hozirgi paytda. Men o'zim mana IT'da ham zo'r pul topsa bo'ladi, lekin men tushunmayotganman IT men uchun emas ekanda. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar, charchamsizlar? Xudo mana yangi formatda yo'lga qo'yish arafasidamiz. Bu podkast birinchi soni. Bu birinchi son uchun juda ham ajoyib. Hozirda trendda avjida ketayotgan akalarimizdan bittasini chaqirganmiz. O'zingizni tanishtirsangiz? Xullas, men mashinadagi akaman. Mashinada video oladigan bolaman o'sha. Yaqinda call centrimizga o'sha akademiyamizdan kursdan sotish uchun odamlar telefon qilsa, "Bu haliga mashinada video oladigan bolami?" deb so'rashdi-da. Xo'p, mayli, hazil. Men shu Farruh Saliyev, ko'pchilik tanishi mumkin, tanimasligi ham mumkin. Men Farruh Saliyevman, shaxsiy brend bo'yicha ishlab kelaman ancha yillardan beri. Hozirgi paytda ham shu. Shunaqa qisqacha. Necha yil bo'ldi faoliyat boshlaganingizga? Umumiy qarang, o'zi aslida mana boshiga qaytadigan bo'lsak, media marketing sferasiga kirib kelganim, ya'ni nazariy jihatdan kirib kelganim 2015-yil ekan. Kollejda marketing bo'yicha dars olganman. Nazariy jihatdan asosiy ishlab, bunda pul topib kirib kelganim 2020-21-yil. 20-21, 5-6 yil bo'ldi уже. Jiddiy ishlayotganimga 5-6 yil bo'ldi. Umumiy nazariy jihatdan o'zi nima deganda kirib kelganimga bir 10 yilcha o'tdi. Hozir sizga nima xizmatlar bo'yicha murojaat qilish mumkin? Hozirgi paytda menda ishlash tartibim, modelim butunlay o'zgaryapti. Aynan hozirgi vaqtlarda o'zgaryapti. Agar bundan bir 3-4 oy oldin yoki 6 oy oldin savol berganingizda sal boshqacha javob berardim. Hozirgi paytda birinchi 6 oy oldingisini ayting. Mana men o'zi 2020-21-yildan beri shaxsiy brend bo'yicha xizmat ko'rsatardim. Mana deylik, sizga o'xshagan mutaxassis, yurist, doktor, har xil sohadagi tadbirkorlar, mutaxassislar kelsa, ularning Instagramlarini rivojlantirib berardik. Ayni hozirgi vaqtda esa bu modelim sal o'zgardi. Asosan men hozir akademiyam bor bu yerda, o'zimni media bo'yicha platformam bor. O'shanga urg'u beryapman, deyarli bir yillardan beri deyarli loyiha olmayapman. Loyiha olmayapsiz hozir. Buni qarang. Bu haqida o'zi sal keyinroq to'liq ham xudo xolasa to'xtalaman. Ya'ni men oldin qarang, oylik formatda ishlardim masalan. Bir oyga olamiz loyihani, bir oyda 30 ta 40 tacha video qilib beramiz masalan. Hozir paytda buni o'zgartiryapman-da, bir martalik reklama modeliga o'tmoqchiman. Chunki o'zimning bitta alohida media platformam bor, 500 ming ortiq obunachi. O'zimnikini ham biznes nima edi? Nima? Millioner media hozir. Millioner media. Zo'r. U bor, bu yerda o'zimning sahifam bor, 200 mingdan oshiqroq. Mana shularni bir 1 millionga olib chiqmoqchiman-da. Bundan hozir fokus o'zingiz loyihalaringiz, o'zingiz mediangiz. O'zimnikini tanish. Undan keyin oylik modellamasi siz kelasiz, bir marta reklama qilib beraman, bo'ldi. O'sha formatga o'tmoqchiman. Hozir agar men sizga enna summa bilan chiqib shaxsiy brendimni yo'lga qo'yib bering desamchi? Yo'q, hozir olmayman, lekin yo'q. Akademiyamizda fokusim bor, bu yerda o'zimniki. O'zimga stabil fokus qilaman. Monetize. O'sha loyiham bor. Bu yerda shu haligi media loyihamiz bor. O'zimning shaxsiy brendim. Shu faqat shunga fokus qilyapman. Okay. Ana shu shaxsiy brend yuritib berishingiz bo'yicha bo'lsam ko'proq gaplashamiz. Aynan o'sha 3-4 oy oldin, 5-6 oy oldingi formatingiz bo'yicha ko'proq gaplashamiz. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlardan yiroq bo'lgan insonga o'zingizni faoliyat turingizni qanaqa tushuntirib bergan bo'lardingiz? Masalan, oyim bilan dadamga haligacha tushuntira olmayman. Ular ham tushunishmaydi. Ularning tilida men shu video bo'yicha ishlayman, reklama bo'yicha ishlayman. Bo'ldi. Endi soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, xullas, mana siz tadbirkorsiz yoki mutaxassis, doktorsiz, yuristsiz, deb men sizga yordam beraman o'sha xizmatingizni, mahsulotingizni, konsultatsiyangizni ko'proq sotishga. Sodda qilib aytgandim. Endi buni qanaqa qilib deydigan bo'lsangiz, shu sizni o'zingizni tanitib, sizga shu xizmatingizni sotishga yordam beraman. Sodda qilib aytganda shu. Men targetologman. Mana men sizga murojaat qilyapman.
targetda bilimlarim yaxshi, ishlarim yaxshi. Endi men sizga murojaat qilyapman klientlarim sonini oshirish uchun. Zo'r. Endi qarang aka, mana bunaqa narsa-da, mana siz bu narsani juda ham yaxshi bilasiz. Mana o'zi paid ads bor o'zi, organic free ads bor-da. Mani asosiy tajribam organic free ads da qilishda. Ya'ni masalan siz mana o'zingiz bu narsani juda ham yaxshi bilasiz. Mana siz mana deylik biron bir mahsulot, mana telefonni sotmoqchisiz, qanaqa sotsangiz bo'ladi buni? Men hozir targetga $100 shunda reklamaga pul tikib o'rtoqlar telefon sotib olibdi, masalan $8 olinglar deb turib o'sha videoni olib turib Instagram o'ziga pul berib, mana $100, mana sen $100 mana shu telefonimni reklama qilib ber deb unaqa qo'rsam bo'ladi yoki men ikkinchi yo'lim bor, pulsiz, bepul yo'l. Qanaqa? Zo'r video qilaman. O'rtoqlar mana shu iPhone sotib olibdi, buni men ishlatganman deb bitta zo'r video qilaman-da, o'zi organik ravishda bir 1 million prosmotr yig'sa, o'sha videoni oxiriga mana shu sotiladi, olinglar deb turib bunda oxiriga shunaqa qo'yib yuboraman. Videoni o'zidan sotilishi mumkin. Ya'ni puliga sotsam ham bo'ladi, pul reklama qilib, tekin sotsam bo'ladi. Men mana shu tekin yo'lida tajribam ko'proq. Asosan shu bo'yicha ishlayman. Chiroyli sotuvchi ssenariylar yozib, odamlar e'tiborini tortadigan ssenariy yozib, o'sha orqali tekinga qo'pol qilib aytganda o'sha produktlarni sotish. Shunaqa. Okey, zo'r. Asosiy ishim shu mana. Tekinga organik kontent orqali obunachi yig'ish, tekinga ularning xizmatini sotishga yordam berish. Masalan, sizni ishingizda mana sizniki sodir qilib o'tgan siz mana shu bu yo'l emasda ikkinchi yo'lda ishlaysiz. Pul tikdisiz. Xo'p, men senga sotib beraman, pul tikkin, keyin sotib beraman deysiz. Menda unaqa emas. Menda pul tikmagin, o'sha pulni menga bergin, o'zim sotib beraman deyman-da. Shunaqa. Hozir juda ko'pchilik mana shaxsiy brend yuritib beraman deb bozorga kirib kelyapti. Yangi mutaxassislar. Mana bu yerda shaxsiy brendchilik ko'payayotgan paytda nimaga siz formatingizni o'zgartiryapsiz? Ya'ni bozorni gigantlardan bittasiz. Misol uchun o'zingiz o'rningiz bor-da. Mana bu yerda yangi novichoklar qo'shilayotgan paytda siz misol uchun aytaylik, naborot o'rningizni bo'shatib berasiz. Buni orqasida bir nechta sabablar bor. Ham foydali, ham o'zim uchun ham manfaatli anaqalar bor bu yerda. Chunki men yana bir ikkita yangi loyihalar o'ylayapman-da. Bular haqida ham to'liq gapirib beraman xudo xolasa. Xo'p, qarang. Nimaga bunaqa qilyapman? Birinchidan qarang, men biznes qilish men uchun emas ekan. Masalan, mana ko'pchilik ba'zi hamkasblarimiz biznes qilishyapti-da. Deylik, shaxsiy brend bo'yicha agentstvalar qilishyapti. Bitta paytda o'zida 10 ta, 15 talab ular mijozlar bilan ishlayapti, 20 talab. Men ham bir 2021-22-yillarda shunaqa ishlaganman masalan. Bitta paytda 15 talab loyiha bilan ishlaganmiz-da. Lekin bunaqa formatda natija unchalik zo'r bo'lmaydi-da. Mana hamma bilan bu mavzu bo'yicha men bahslasha olaman. Agentstva modelida rezultat qilish juda ham qiyin. Qilsa bo'ladi, juda qiyin. Uning uchun xuddi sizdagi yana bir 5 ta 6 ta shunaqa insonlar kerak. Xuddi sizdagi fikrlaydigan. Juda qiyin deb bunaqa formatda ishlash. Ya'ni shaxsiy brend bo'yicha agentstvada qilish rezultat juda ham qiyin. Shaxsiy brend bo'yicha agentstva qilib ishlab yurganlar nimadan pul topadi, bilasizmi? Rezultatdan emas, ular odatda sondan pul topadi. Har oy agentstvasiga 5 ta 10 ta mijoz olib kiradi, har oy 5 ta 10 ta chiqib ketadi. LTV past-da. Juda past LTV. Bu bo'yicha men istalgan boshqa shu agentsiyasi borlar bilan ham suhbatlashishim mumkin. O'zlari ham bu narsani tan oladi. Ko'pchilik chunki hamkasblarimiz o'zi aytadi bu narsani. Farruh aka deydi, qiynalib ketdi deydi. Har oy klient olamiz deydi. Klient chiqib ketyapti, qiyin deydi. Ular rezultatdan qiyin deydi, chunki rezultat qilib berish bundan. Bor fokusingizni bera olmaysiz 5 ta 10 ta loyihaga-da. Bunga qanaqadir yechim qilsa bo'lmaydimi? Hozir teng bo'lib yechim qilish uchun aytaylik, sun'iy intellekt ancha rivojlanib ketdi. Qanaqadir yo'llarini qilish. Mana shu yo'llarni qilish uchun men bu sohadan chiqdim-da. Ya'ni agensiya modelida ishlash, tashqaridan qarab ko'rmoqchisiz. Shunda to'g'rimi? Mana qarang, hozir men o'zim ichimdagi rejalarimni sizga aytaman hozir. Ko'pchilik hali aytmaganim. Nima qilmoqchiman men aynan shu rezultat zo'r qilish uchun 2-3 ta loyiha qilyapman. Birinchi loyiham Monetize akademiyasi. Mana hozir bu akademiyamizni mana yaqinda shu birinchi potokini biz endi shu oyda tugatamiz. Rezultatlar xudoga shukr zo'r. Hattoki mana ba'zi agentstvalardan ko'ra bizning o'quvchilarning rezultatlari zo'r bo'ldi-da. O'shani mana noldan kirib kelayotgan ayollar, noldan kirib kelayotgan insonlar 30 ming, 40 minggacha obunachilar yig'ishgan. Nol hali umuman yoshlari katta-da. Ya'ni muhitni shunaqangi zo'r qilganmiz, agentstvalardan zo'r. Shunaqangi zo'r sistema qilib qo'yganmiz ichida. Jarimalar bor, challengelar bor, zo'r. Ya'ni bu birinchi yo'lim, ya'ni men shaxsiy brend bo'yicha rezultatni zo'r qilish uchun bu birinchi yo'l edi. Ikkinchi yo'li bor, men hali hech kimga aytmaganim bu narsa haqida. AI bo'yicha ham bitta qanaqa kichkina bir loyiha qilmoqchiman. Ya'ni o'zimdagi fikrlaydigan Farruhni AI
klonni qilish o'ylayapman hozirgi paytda. Ya'ni qanaqa bo'lsin, u xuddi mendagi fikrlaydigan bo'lsin, istalgan bitta loyiha eting, mavzu eting, zo'r g'oya beradigan bo'lsin. Kerak bo'lsa mendan ham zo'r bo'lsin, men o'zim ham foydalaning undan. U masalan menga dil kelsa, meni vaqtim bo'lmaydi, men bilan ishlash bo'lsa, qimmatga tushishi mumkin. Unga arzon bo'lsin. Oyiga masalan bir 100-200 dollarga podpiska modelda ishlatsa, ichiga kiradi, suhbatlashsin men bilan, zo'r g'oyalar bersin. U yoqda bitta meni miyam emasdi, boshqa mana O'zbekistondagi zo'r anaqa kontent mutaxassisini hammasini miyasini joylashtirib, bitta Farruh AI mana shunaqa narsa qilib qo'yaman. Sizga ham zo'r-da, mana 100 dollarga olasiz, mazza qilib ishlatasiz. Mana shunaqa loyiha qilisham mana bor rejamda, ya'ni ham bu yerda akademiya, ham bu yerda bu. Shunaqa narsalar qilish. Lekin mana agar men hozir bitta paytda o'zida men maksimum eta olaman, 3-4 inson bilan ishlay olaman-da. Maksimum bu meni o'zimning limitim. Ishlamayman, undan yo'q rezultat bo'lmaydi. Lekin men agar men ikkita yo'l orqali qilsam, ko'pchilikka foydam tegishi mumkin, o'zim ham mazza qilib ishlayman. O'shaning uchun bu yo'llarga o'ta olmaslik. Patologni buzib o'tishda o'sha. Ya'ni limitingiz bor, 3-4 ta, o'shani ko'paytirish. Shunaqa. Zo'r. Akademiyangiz bo'yicha Monetize zo'r nom. Kamoliddin akaga ham ko'rsatganda, men rejamda bo'lgan qaysidir kursimni, imенно produktda Monetize deb nomlab qo'yish. Mabodo Monetize nomi o'zi zo'r. Misol uchun aytaylik, bilimni monetizatsiya qilish. Bilimni pullash. Mabodo domeni kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsalar, berib yuboraman. Domenlarni olib qo'yganman. Monetize uzmi? Monetize uzmanda turibdi. Mabodo berib yuboraman. Chunki Monetize deb o'ylaganman-da. O'sha Fayzdoxonni taniysiz? O'sha imенно kursimizning produktlari bo'yicha qaraydigan bola. Har xil nomlar berganman-da. O'shanda o'sha nomlar bo'yicha har xil domenlarini, boshqa narsalarni olib qo'yganman-da. O'shanga Monetize nomi kerak bo'ladigan bo'lsa, пожалуйста. Okey. Xo'p. Zo'r. Soha tushunarli. Endi bu sohaning orqasidan misol uchun aytaylik, 4-5 yil faoliyat yuritdingiz, imенно bu soha orqali nimalargadir erishdingiz. Mana shu sohadagi jackpotingizni ayta olasizmi? Mana aytaylik, mana periodda mana shu soha orqali mana karyera mobaynida eng ko'p doxod bo'lgan payt qaysi? Xo'p. Nimaga unaqa bo'lganini o'ylaysiz o'zingiz? Eng ko'p qachon bo'ldi? Bilmadim. Men to'g'risini hisob-kitobga jamchalik zo'r emasman o'zi. Bu mana shu salbiy xarakterlarning bittasi bo'lsa kerak. Hech qachon kirim-chiqimlarimni nazorat qilmaganman. Qachon nech pul oldim, nimaga ishlatdim. Juda mana shu tomoni menda sal anaqa minus tomonim bor. Lekin mana esimda bor paytlarni aytaman. Birinchi sohaga kirib kelgan paytim nerealniy o'sish bo'lgan. O'zim kutmay qolganman o'zim. Kutilmaganda u kutilmaganda katta pul topib olganman-da. Birinchi kirib kelgan paytimda shunaqa bo'lgan. Mana 2020-yil, 21-yillarda bo'lgan. Birinchi o'shani qarang, men o'zim bu sohaga borib qarang. Ko'pchilikdan farqli ravishda kirib kelganman. Mana deylik, ko'pchilik mutaxassislar birinchi sohani o'rganishadi, bilim olishadi, keyin kirsa, men birinchi kirib pul topib, keyin o'qishni boshlaganman-da. Zo'r. Mana shunaqa bo'lgan. Birinchi loyihani qanday olgansiz? Qarang, bu yoqda ham mana omadim kelib qolgan mana shunchaki. Ko'pchilik aytaman-da, meni omadim kelib qolgan bu sohada. Men qanaqadir o'zimdan kuchli mutaxassis zo'r bo'lmaganman. Nima bo'lgan? O'zim men tegim dasturchi o'zi. Programmist bo'lganman. Universitetda 2018-yil kirib, 2022-yil bitirganman-da. O'sha boshda 2-3 yil ham 2020-yil ham men IT bo'yicha ishlab yurganman. 3 million so'm oylikka ishlab yurardim. Nima bo'lgan? Amerikaga ketmoqchi bo'lganman. 22-yil bitiraman o'qishni. Amerikaga ketmoqchiman. Qarasam ingliz tilini bilmayman. Deganman, ingliz tilini o'qish kerak deganman-da, lekin u yoqda ham o'qishim bor edi, Tatuda o'qirdim, ham o'qishdan keyin ishlardim yarim stavkada, oyiga 3 million so'm oylik olardim. Keyin ingliz tilini o'rganish uchun yaxshilab o'yladim, ishimni to'xtatdim vaqtinchalik. O'quv markaziga bordim. Ayrton degan o'quv markazi bor. Bezod Mirahmedovniki, O'zbekistonning birinchi 9 olgan odam. O'quv markaziga bordim. Endi o'sha paytdan shunchaki o'zim marketingdan sal-pal xabarim bor edi. Nima o'zi, qanaqa o'zi mijoz keladi. Shunaqa narsalarni YouTubedan ham xabarim bor edi. YouTubedan ham xabarim bor edi ozgina. Xabaringiz bor ekan, chunki birinchi qo'ygan videolaringiz nechinchi yilga u? 2020-yil men YouTube yuritib yurardim. O'zimchalik. Prosta yegan ovqatlarimni qo'yib yurardim. U joyga borsam, bir Chorsu bozorlarga borsam, bozorga keldim, video qo'yib yurardim. Prosta akka-da. Keyin bir kuni shu ingliz tili o'qishni boshladim. Koridorda ketyapman, Beysekani ko'rib qoldim, kiyot tili. O'qidim, shunda bor Beyseka dedim. Ma'nosini Farruh dedim. Keling dedim, men o'quv markazi YouTube buni yuritib beraman, Instagram yuritib beraman. Qani hech narsasi yo'q ekan ularda. Hech narsa. Bittagina Telegram kanalchasi bor, Beysekani o'zi yuritadi. O'rtoqlar guruh ochildi, kiringlar deb hammasini o'zi yozar ekanda. Keling yordam beraman, men hammasini bilaman, o'zim video ham olaman dedim, o'zim montaj ham qilaman, hamma ish qilib beraman dedim. Voy, doya, qaqra sizga o'xshagan bola kerak edi.
keling mayli siz qiling dedi, kursingizni tekin qilib beraman dedilar. Dedim, jackpot, mana shu narsa o'zi katta yutuq edi. Bitta stipendiyam bor-da, ishim to'xtagan bu yoqda. Keyin boshlandi, YouTube ochdim, Instagram, hammasi o'zim ochdim, boshida noldan ochdim, videolar qilyapmiz, o'zim montajyorman, o'zim video operatorman, o'zim hammasini o'zim qilyapman, dizaynerman, o'zim o'sha payt o'rganyapman sekin-sekin. Qilish boshladim 2-3 oyda rezultatlar dahshat bo'lib ketdi-da. YouTube'dagi videolarimiz 200 ming prosmotr, 300 ming, 500 ming, 600 ming portlab ketdi. O'sha payt esimda o'quv markazida bir 400 ta ham emas o'quvchilar, 300 tadan ko'proq edi. Vashchi ko'payib ketib qoldi o'quvchilar-da. Juda ko'payapti, beksak ham ko'rdilar rezultatlarni. Keyin menga o'sha payt yangi chiqqan iPhone olib berdi, iPhone 13 Pro olib berdilar. Xursandman o'sha, vau, vashchi zo'r ekan. Bu soha orqasidan birinchi topgan pulingiz u iPhone 13 Pro menga olib berdilar. Mana Farruh sangi. Ishingni zo'r qilgan bo'ldi. Ощущение qanaqa bo'lgan? O'zingizdagi his Uyga borganman, mana 18 millionga ham qanchalarga iPhone oldimsan, dadam bilan oyim jinnimisan, shuncha pulga nima telefonladi? Endi student bo'laman deyman. Jinnimisan, nega olding buncha telefonni? Mana shunaqa qilishgan, o'zim juda xursand bo'lganman. Keyin nima bo'lgan, qarang. Rezultatlarni ko'ryaptilar Bekstaka. $600 oylik berish boshlaganlar, $600. Keyin uje miyamda tarakallar paydo bo'lish boshladi. To'xtadim, 3 million so'mga IT ishni ko'p yuribman, kechgacha ishlayman. Miyam og'rib ketadi. Bu yoqda ish vaqtim yo'q. Mazza, o'zim xohlagancha videolarni ham o'zim xohlagancha qo'yaman. Xohlasam qo'ymayman ham-da, o'zim mana ham. $600 oylik olaman, yedaman, juda yaxshi ekan, ozgina vaqt o'tdi, $1000 gami 1,5 mingga ko'tarildi. Ya'ni natijalar yana ham yaxshilashgan. Zo'r bo'ldi. Uje men ingliz tili o'qiydiganlar ichida ancha mashhur bo'ldim. Bu joylarga borsam, "Voy Farruh aka, men videolaringizni ko'raman, sizga intervyu beray" deyishni boshladi ko'pchilik. Aydizon yursam, hamma atrofimga kelardi-da. Qaysi sferada mashhur bo'lishni boshladim o'zim. Zo'r. Keyin ana o'sha jarayonda bir kuni Beksaga taklif berdim. Beksaga, qarang dedim, hozir men mashhur bo'lib ketyapman dedim. Sizni mashhur qildik dedim. Davay sizni mashhur qilamiz dedim. Mayli, qanday bo'lar ekan? Davay bosamiz deb turib, telefonni ana bakalistiga qo'yib turib, videolar olishni boshladik 13 Pro da. O yomon ko'tarildi videolar ham. O'sha paytda 2021-yil boshladik. Vo. Gap ko'tarildi-da. Ular bilan qancha period ishlagansiz? Ular ancha ishladik ular. Eng men ko'p ishlagan mijozim ular. Nimaga ishlashni to'xtatgansiz? Qarang mana, ish boshladik-ku, pul zo'r olyapman. O'sha paytda o'zim men IELTS ham oldim. Chetga ketish uchun IELTS olgan, Amerikaga ketish uchun. Diplomni ham oldim. Ya'ni ishlab yuribsiz, lekin hali ham mana Amerikaga ketish rejasi yo'qolmagan. Bor hali ham u. Lekin o'sha mana 1,5 oxirgi anaqam $2300 gacha ko'tarildi oyligim o'sha yerda. Oxirgi marta ishlaganimda, ketishimdan oldin. O'sha normal usmonimda o'yladim, hozir Amerikaga borsam buncha pul qayerdan topaman deyapman-da. To'g'ri. IT esdan chiqib ketib qolgan. Keyin o'sha miyamda tarakallar paydo bo'ldi, diplomni ham oldim, qizil diplom yana IT bo'yicha. Keyin yo'q dedim, ketmayman dedim. O'sha meni diplomim zo'r, IELTSlarim bor, magistrga ham kiritib qo'yishdi. Grant kiritib qo'yishdi. Uni ham o'qimadim. Qarasam zo'r ekanda, qarang, o'sha ozgina ishladim, mashina oldim. Student bolada hali, ozgina ishladim, mashina oldim. Birinchi mashinangiz nima bo'lgan? Spark olganman. O'sha miyam ketdi, o'sha vov dedim, demak, ozgina ishlasam yana Spark, men nimadir olaman, uy olaman, boshqa narsa olaman, ketdi miyamda, o'sha boyib ketdim. Soha mazza qilyapman o'zim ham-da. Mazza qilyapman o'zim haqiqatda. Keyin o'sha qaror qabul qildim. Bir kun uyga bordim, oyida dedim, men dedim, mana shu sohada ketmoqchiman. Mana shu video sohasiga ketmoqchiman xullas. Menga imkoniyat beringlar, 1 yilcha ishlab ko'ray. O'sha paytda menda zo'r takliflar keldi-da, davlatchilardan. Tashqi ishlar vazirligidan, harbiy sohalardan zo'r takliflar keldi. Chunki ITda ham yutuqlarga erishib yilning eng faol talabasi bo'ldim, televizorlarda chiqqanman, prezidentimiz bilan ko'rishdim, bosh vazir bilan ko'rishganman-da. Bu yerda ham yaxshi edi, yutuqlarim. Keyin hammasini stop qildim-da, men bu bo'yicha ketaman, hobbiyim bo'yicha. Bunday olib qaraganda qanaqadir g'alatiroq qaror. Shuncha bu yerdagi backgroundni to'xtatib turib, yangi sohaga o'tib ketyapman. Lekin o'zim mazza qildim shu sohada. Kirdim, o'sha men Aydizondan keyin yana yangi loyihalar chiqishni boshladi. O'sha miyamda demak, jamoa qilaman dedim. Bu qancha vaqt ichida bo'tgan gap so'zlar? Necha yil ichidagi? 2021-22-yillar. 2 yil ichida bo'tgan voqealar, mana shu. Mana shu 2 yil ichida 3 million so'm dedingizmi? Dasturlashda oyligingiz 3 million so'm oylik oladigan siz bilan 2 yildan keyingi o'zi xohlagan paytda ishlab yurgan sizdagi fikrlash orasida qanchalik farq o'zgargan? O'sha o'zim kutilmagan holatda qo'limga $1000, $2000 pul ushlashni boshladim.
umuman 3 million so'm ishlab yurgan bola 2-3 million pul ishlayapti-da. Ujum men keyingi darajaga miyam ochilyapti. Mana shu narsani mana misol uchun siz ham balki o'quvchilaringizga aytasiz. Mana bu o'quvchilarimga aytaman, imенно daromad topishingda, daromad topganingdan keyin, endi summa daromad topganingdan keyin fikrlashing umuman o'zgarib ketadi deyman. Nimaga nimasi o'zgaradi deydi. Ya'ni pul topgandan keyin mana bu yerdagi zanjirlaring yechiladi. Sen o'zi boshqacha fikrlashni boshlaysan desam, hali ularga nima deydi, tushuntirish qiyin baribir bu narsani. His qilib ko'rish kerak. U paytdagi misol uchun mana hayajonni yoki o'tdagi hissiyotlarni yetkazib berish baribir men o'ylayman qiyin baribir. Misol uchun oddiy misol mana hozir adashmasam BYD haydayapsiz. Hozir BYD. Spark sog'inasizmi, sog'inmaysizmi? Mana Spark olganimdagi emotsiyalar hech undan keyin bo'lmadi. Malibu oldim, Xan oldim, yana boshqasini oldim. Bo'lmadi. O'sha payt vashcha boshqacha bo'lgan lekin. O'sha birinchi yutuqlar umuman boshqacha bo'lar ekan. Ajoyib. Nimaga ular bilan ishlashni to'xtatdingiz degan savol berayotganim. Bu yerda ko'pchilik imенно faqatgina erishayotgan yutuqlarini, o'qishayotgan narsalarni aytadi. Bizga men bu yerda fail case'larni ham so'ramoqchiman. Ya'ni qaysi loyihalarni o'xshatolmaganman deb hisoblaysiz va sababi nimaga deb o'ylaysiz? Bo'ldi, hozir hamma fe'llarni sanab beraman sizga. Xo'p, mana eslaymiz. Xo'p, Ailzon bilan mana Begis aka bilan Ailzon bilan juda ham yaxshiman, hozirgacha yaxshiman. Menga hattoki bir marta Begis akaning o'zlari ham bir kommentariy yozganlar. Farruh, siz bilan kelajakda ham ishlash xohlaymiz, qachon bo'lsa ham Ailzon eshiklari ochiq siz uchun deb shunaqa komment yozganlar-da. Masalan, hozir ham borib Begis aka ishlaymiz bilan desam, ular yo'q demaydilar. Ya'ni ular bilan to'xtatishimiz sababi meni keyingi darajaga chiqishim bilan bog'liq bo'lgan. O'zi o'sha paytda men qarang, mana eng yosh mutaxassislarga zo'r tavsiyam bor deyman. Mana hozirgi mana shu o'zimizning shogirdlar ham mana shu xatoni qilishadi, boshqalar ham qilishadi. Eng jinji qaror qabul qilishadi. Qarang, menda qanaqa bo'lganman, kirganman sohaga. 1 yilcha, 1,5 yilcha bosib bittagina loyiha bilan ishlaganman. Bitta loyihada moshni keys qilganman. Любой joyga borganda mana Ailzon bor, mana Begisaga bordim, ishimni tiyib kiradigan zo'r keysim qilganman. Keysim bo'lganda, ko'pchilik nima qiladi hozirgi paytda? Kiratdi, bitta proyekt oladi, pulni oladi, yana boshqa proyekt qidirish boshlaydi. Bittagina nima keysing bor desa, yo'q keysi. Yoki 2-3 oy ichida yaxshi pul topa olmasa, sohani yig'ishtirib oladi вообще. O'shaning uchun men hammaga aytaman, mana yangi mutaxassismi hali, kimdir nima qilib, kunda kursni bitiradi, agentство ochib oladi o'zicha. Yo'q, mana bitta loyihani zo'r qilib, moshni keys qilish kerak, bittagina. Mana bu sohada o'sish va shu bitta yo'l, eng zo'r yo'li, mana bilim oldi, deylik, kursni bitirdi, qanaqadir joyda bitirdi, bitta keys qilinadi. 2-3 ta emas, bir dona 6 oy, 1 yilcha moshni keys qilish kerak. Agar men shaxsiy brend bo'ladigan bo'lsa, deylik, 50 mingta, 100 mingta obunachi yig'ib bersin. Target to'liq bo'ladigan bo'lsa, shu moshni zo'r qilsin, rezultatlarini, anaqalarini, masalan-da. Shu. Ssenariysi bo'lsa, masalan, zo'r qilsin keyslarini, moshni bittagina loyihada. Bo'ldi, o'sha 1 yildan keyin o'zi istalgan joyga borganda, mana men keysiman deb eshikni tiyib kirsa boru, ham boshqalardan ham ustunroq turadi, qimmatroq narx ham ayta oladi bemalol. Shu menda shu bo'lgan, o'sishimda, ya'ni endi bu narsani o'sha paytda men ongli ravishda bilmaganman o'zim. Ya'ni hozirgi tavsiyam bo'yicha harakat qilgan ekanman o'sha paytda-da. Agar o'sha paytda men ham bundoq Ailzonni pul olib turib, to'xta 6 dollar yana olaman deb turib 5-10 ta proyekt olganimda hech qaysi birida o'xshamaganda fail bo'lib turib, balki chiqib ketardim sohadan-da. Bilmagan ravishda mana 1 yil, 1,5 yil shu fokusimni qo'yib ishlaganman. Zo'r bo'lgan. Keyingi mana loyiha olayotganimda umuman qiyinchilik bo'lmagan. Mana ishonasizmi, hozirgacha biror marta menga loyiha kerak o'rtoqlar deb qidirib yurmaganman. 5-6 yildan beri biror marta targetam yoqmaganman-da. O'zlari chiqadi, o'zim отказ qilardim. Chunki nimaga mana zo'r keys qildingizmi? Bo'ldi, siz saraf marketing ham shu ham ishlab ketadi-da. Shunaqa. Sizdan dedi, sizni palonchidan eshitdim dedi. Men bundan eshitdim, siz zo'r qilar ekansiz. Men buni siz qilgan ekansiz deb turib. Chiqib ketaveradi, bo'ldi. Eng mana kichkina formula. Bitta keys olasiz, bitta proyekt olasiz, 6 oy, 1 yil moshni keys qilasiz, borasiz, sotasiz, qimmatga sotasiz. Bo'ldi, mana shu. Qimmat sotish bo'yicha kurs ham kerak emas. Sotmaysiz, sotmasdan sotishingiz kerak. Sotmaymiz. Anaqangizdan, postingizdan bo'lib o'sha videoyingizda ham kommentariy berib o'tsangiz, ko'pchilik tushunmagan. Kommentariyda men bunaqa parda tikaman, lekin sotmayman. Men unaqa narsa sotaman, lekin sizlarga sotmayman degan noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lgan. Xizmat sotish bo'yicha bu ishlaydigan keys, ya'ni sotishga harakat qilmaslik. Men o'sha yerda fikrlaringizga 100% qo'shilaman.
sotmaslikka harakat qilish, bu to'g'ri. Tekin maslahatlar. Men o'z o'quvchilarga ham aytaman. Sen tekinga ber. Misol uchun yaqinda bitta qurilish kompaniyasi bo'yicha ularga case keltirib berdim. U kompaniya bilan 1,5 yildan beri aloqada turganmiz. Prosta gaplashib turganmiz, tavsiyalar berib turganmiz, savol so'rasa berganmiz, tekinga bir tiyin olmaganmiz. Oradan 1,5 yilcha o'tyapti. U loyiha o'zingizlar qilib bera qolinglar. Mana shu narsani aytdim deymi? Odamlar tushunmaydi shu narsani. Shunaqa, xuddi shunaqa. Ya'ni anaqada bu qarang. Bu narsa faqatgina sotuvga emas, bu narsa liderlikni bitta ko'nikmalardan bittasi ekanda. Endi men masalan oxirgi 1 yil ichida Samarqandda ishladim, Samarqandda yashadim, bitta loyiham bor u yoqda endi bitta bir katta bir millioner inson bilan ishladim-da. Qulupni so'rab yozgan paytim. O'sha payt, o'sha yozgan paytlaringiz. O'shanaqa. O'sha millioner ustozimiz ular zo'r narsa o'rgatdilar menga. U shaxsiy rivojlanish tomonidan zo'r o'sdim-da. Ular menga aytardilar-da, liderlarning anaqa zo'r ko'nikmasi bor. Bular o'zlari iltimos qilmaydi. Unga shunaqangi siz qilishingiz kerakki, u odam sizga iltimos qilsin. Mana men sizga hozir xizmatimni sotmoqchi bo'lsam, mana siz bilan shunaqangi men gaplashishim kerakki, men sotmayman, o'zingiz iltimos qilasiz. Faruq, davay men qilib bering deydigan darajaga olib borishim kerak sizni. Mana shu narsani men nazarda tutdim. Men sizga sotmayman. Kamol men bilan ishlang iltimos, mana davay ishlaymiz demayman. Sizga shunaqangi darajaga olib kelamanki, o'zingiz menga iltimos qilasiz. Men shu narsani nazarda tutgandim. Xizmat sotish bo'yicha eng to'g'ri, eng qimmat sotish bo'yicha usullardan bittasi fikringizga qo'shilaman. Keyin men aytasiz-ku, bitta case zo'r qiling, keyin boshqalar o'zi eshitib chiqadi, deysiz. Boshqa sohalarda qanaqa bilmayman, lekin meni target sohasida tadbirkor lekin bekitadi targetologini. Kimligini aytmaydi. U bekitadi. Chunki o'tib ketish ehtimoli bor deydi, lekin yoki u bilan ishlashni boshlasa, bizning natijalarimiz tushadi deb o'ylaydi. Bu nafaqat mayda kompaniyalar orasida, naborot gigant kompaniyalar orasida targetologi kimligini aytmaydi. Bekitishadi. Bizning targetologimiz, targetolog emas, marketolog nomerini berishimiz mumkin deydi. Targetologini aytishmaydi. To'g'ri, chunki ularda anaqalar bor-da, maxfiy ma'lumotlar bor. Shunaqa, keyin targetologda bu yerda ichki raqamlargacha biladi-yu, o'shaning uchun bekitishadi naborot. Ko'pchilik anaqa qilar ekan, masalan, sayt bor-ku, Facebook Ads Library. O'sha yerda ham ko'rinmasligi uchun boshqa akkauntdan qilishar ekan-da. Bilib qolmasin, necha pul tutayotganimizni, nima reklama yo'qotganimizni ko'rishmasin, boshqa bo'lmasin degan anaqalarni qilishadi. Bundan tashqari o'sha imenni bekitishadi, keyin misol uchun aytaylik, anaqa ham berishadi. Enday deb qo'yadi. Dogovor bu bilan ishlayotganini targetologga aytolmaydi. Menda o'sha 4 ta kompaniya bor, kesimga qo'ya olmayman. O'tbutda ham aytolmayman. U kompaniya qaytib chiqayotganda ham oldin sizlar bilan ishlaganman ham deya olmayman-da. O'sha keyslarning raqamlarini aytishim mumkin emas. Misol uchun aytaylik, uni aytsam kimdir bilib qoladi emas. Endi bu yerda va'da. O'sha yerda misol uchun aytaylik va'da berilgan, что bo'ldi. Bu case men qilmaganman, menda yo'q. Bo'ldi. Shunga o'xshash ham holat bor. Masalan, bizda juda ko'p eshitganman bu narsani. Kimdir masalan mijozlar bilan gaplashsam aytardi, menga o'xshagan sohada yana boshqa mijoz yo'qmidirdi. Ular xohlamaydi ular mana bitta odamda bitta sohada ikkita mijoz bo'lishini xohlamaydi. Juda ko'p bo'lgan menda bu narsa. Juda ko'p bo'lgan. So'raydi shu narsani, yo'qtirdim. Bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni misol uchun siz boshqa targetologdan yuritayotgan bo'lsangiz, men kelib turib, o targetologdan yuritayotgan ekanlar. Yaxshi, men ham targetolog sifatida sizga qo'shilsam, xizmatingizdan foydalanishga. Men ham qanaqadir ma'noda ularning bu fikrlashiga qo'shilaman. Chunki men ham anaqada deylik, masalan, deylik siz shaxsiy brendsiz-da, men boraman, men doktorman, qanaqadir bilmadim, yuristman deb boraman, siz bilan ishlamayman deb, sizga baribir anaqa xohlamaymanmi, siz bilan o'zimdagi maxfiy ma'lumotlarni aytaman, qancha konsultatsiya sotilyapti, boshqa narsa bo'lyapti, o'zimning g'oyalar, ideyalarimni aytaman-ku, siz borib olsangiz, boshqa yurist bilan ishlayapsiz. Baribir unga aytish ehtimolingiz bor-da. Ya'ni qanaqadir miqdordagi maxfiy ma'lumotni unga aytib qo'yishingiz mumkin. Mana shu narsani xohlamas ekan. Bunda olib qarasa, bu narsa tabiiy holat. Men ham ularning fikriga men ham qo'shilardim lekin. Qo'pol qilib aytganda, raqobatchisi bo'lishi mumkin, ikkinchi ishlamoqchi bo'lgan odami. Bu narsa bor, qarang, bu narsa faqatgina bu yerda emas, anaqa tadbirkorlarning klublari bor agar bilsangiz. Endi men hali ustozimiz Samarqanddagi shu hamkorim, millioner ustozimiz ham katta O'zbekistonda anaqalarda bordi, klublarda. Ularda ham shunaqa. Klubda bitta sohada ikkita tadbirkor bo'lish mumkin emas ekan. Klubga kimni qo'shilmoqchi bo'lsa, katta klublarda so'rar ekan. Bu sohada bor bo'lsa, bu sohada bo'lsa, uni qo'shmasak, qachonki bu chiqib ketsa keyin qo'shilar ekan. Okey, mana Samarqandga ketdingiz, to'g'rimi? Qancha, 1 yilcha bo'ldingizmi o'tdi? 1 yil yashadim. Men storiesingizni ko'rganimda, Samarqandga ketganingizni storiesingizni ko'rganimda, yaxshi taklif bo'pti degan tushunchaga keldim.
Nima sababdan o'tga ketdingiz? Nimaga bu yerga ishlanishni tashlab, u yoqda shaxsiy brend yuritgani, ularni o'sha marketing bo'limida ishlagani ketdingiz? Boshida o'zim test qilish uchun, o'zimni sinab ko'rish uchun anaqa qildim, lekin keyin bu narsa 100% to'g'ri qarorligiga o'zim amin bo'ldim. Hozir ham mendagi o'sha u yoqda ishlab turib juda ko'p narsalarga amin bo'ldim-da. Ko'p mana shu sohamizdagi mutaxassislarga men qarama-qarshi fikrlar bildirishim mumkin. Yaqinda ham o'sha bir hamkasbimiz kichkina bir klubga o'xshagan narsa tashkil qilgan ekan. Hamma shaxsiy brendchilar yig'ilganda, men bordim, o'sha o'zim fikrlarimni aytgandim. Hammasi o'ylanib qolishdi. Rostdan ham deb mana qarang, ko'pchiligini bizning hamkasblarimiz fikrlashi qanaqa deylik o'sha, ya'ni yo'nalish qanaqa, shaxsiy brendga kirdi, bir ikkita mijoz oladi, agentство qiladi, kengaytiradi. Menda bu narsa butunlay o'zgarib ketib qoldi mana bu fikrlashim. Bu eng noto'g'ri yo'l ekan deb o'yladim men. Nimaga? Qarang mana, keling mana siz bilan bahslashamiz. Agentство modelida ishlash bu umuman boshqa model, boshqa yo'l bu. Shaxsiy brend mutaxassisi sifatida ishlash bu umuman boshqa yo'l-da. Qarang mana. Agentство modeli zo'r ishlaydi qachon? Birinchi sohaga kirgan mutaxassis o'zini qaysi sferada mazza qilib ishlashini topib olgungacha 10-15 ta proyekt bilan ishlash bu zo'r narsa. Ishladi 10-15 ta proyekt bilan, ko'rdiki, mana shaxsiy brend bo'yicha har ishlab ko'rdi. Unga deylik tibbiyot sohasi yoqdi. Mazza qildi tibbiyot sohasida, rezultati ham zo'r bo'ldi. Ana endi bu odam agentство modelini to'xtatish kerak-da. Tibbiyot sferasida bitta zo'r proyekt olish kerak. Zo'r proyekt olish kerak-da, bo'ldi. Bor fokusini o'sha proyektga berib, katta summa topish kerak mana shu proyektdan. Mana shu proyekt bo'yicha yillab ishlash kerak, bo'ldi. Tibbiyot sohasida shaxsiy brend quruvchi agentство qilsa-chi? Yo'q, bu boyasiga aytdim-ku. Katta anaqalar xohlamaydi bu narsani. Ya'ni katta anaqasi bor, statusi bor yoki yaxshi anaqali statusli insonlar xohlamaydi bu narsani. Da, bu fikr deb o'yladim men, shu qarorga keldim men. Fikringizga qo'shilaman, lekin mana bizning sohamizda ham o'sha bir-biriga bermaydi, raqobatchi degan narsa bor dedi-ku. Lekin targetologlar bor, именно yo'nalish bo'yicha loyiha oladigan bo'lib olishganda. Bu narsaga ham bu normal qarayman. To'g'ri, yomon qarash joylarim bor, boshqa yo'nalishlardan ham olarning ko'proq fikrlashlaringga yaxshi ta'sir qiladi deyman-da. Lekin bor, men misol uchun meditsina yo'nalishi bo'yicha faqatgina o'sha joyga qaratilgan performance marketing xizmatlarini ko'rsatadi. Ularga faqatgina именно mana shu nisha bo'yicha keladi. Uzoq ketmaymiz, Meraki, faqat qurilish. Именно o'shanaqa nisha qolishgan. Endi shaxsiy brendda da bo'lishi mumkin, misol uchun aytaylik, kontentlar o'xshash bo'lib qolishi yoki nimadir bo'lishi mumkin. Da fikringizga qo'shilaman yoki raqamlarini almashtirish bo'yicha maxfiy ma'lumotlar. Da fikringizga qo'shilaman. Okay. Fail. Mana case misol uchun aytaylik, menda reально fail bo'lgan deb ayta oladigan cases bormi? Sabab. Misol uchun aytaylik, menda fail caselarim bor. Buni balki alohida video qilib olib chiqarman. Dangasaligim sabab yoki o'zim qara olmaganman yoki noto'g'ri insonga ishonib qolganman degan caselar bor. Именно sizda mana fail bo'lgan, nomini aytish shart emas. Biz kutganimiz mana bunaqa narsa bo'ldi. Sababi zo'r bo'ldi. Men sizga hozir hammasini sanab beraman sizga, shu esni bor, hammasini sanab berishim mumkin. Eng fail deb hisoblaydiganingiz bormi? Mana endi tubi bor unaqalar. Lekin undan oldin hozir bundan oldingi anaqa mavzuda shu fikrim qolib ketib qoldi-da. Bemalol shu oxirigacha aytib qo'ya qoling. Kuzatuvchilarda ham yeni o'ldik oxirida emasdan. Ya'ni men oxirgi paytda shu ko'rgan anaqa qanaqa, mindsetim qanaqa, mana agentство qilib ko'proq loyiha bilan ishlash bu normal, zo'r holat, lekin bu rivojlanishda birinchi bosqichi deb men qarorga keldim. Ya'ni deylik shaxsiy brendchi kirdi sohaga, tibbiyotda doktor bilan, yurist bilan har 10 ta 15 ta sferada ishlayapti-da. Topdi, deylik, qanaqadir deylik, masalan, tibbiyot sohasida kimdir bilan ishlab ko'rdi, mazza qildi, u soha yoqdi bunga, mazza qildi-da. Endi keyingi ikkinchi daraja qanaqa bu? Bo'ldi, men bu proyektning hammasini to'xtatish kerak, agentство modelini to'xtatish kerak-da. Tibbiyot sohasida qanaqadir bir zo'r loyihaga ham o'sha marketolog sifatida, shaxsiy brend sifatida o'sha odam bilan birgalikda bitta loyihaga sherik bo'lib turib kirish kerak. O'sha sferaga bor fokusini qaratish kerak-da. Nimaga qarang, biz odam zotmiz, biz robot emasmiz, AI emasmiz-da. Bizda fokus degan narsa bor-da. Sizni mana hozirgi 25 yoshingizdagi 1 soatlik fokusingiz 50 yoshingizda bunaqa bo'lmaydi, hech qachon qaytib kelmaydi. Mana shu fokusimizni bitta loyihaga qaratish kerak ekan. Bekorga qarayman, katta korporatsiyalar bor-ku, mana Apple'lar bor, katta gigant kompaniyalar bor-ku, ularda bor mana xodimlari
nimaga 50 yillab, 40 yillab bitta loyiha bilan ishlaydi? Nimaga ular qanaqadir o'sha sohada bir agensiya qilmaydi ular? Mana marketologlar 30 yillab ishlab turib keyin iste'foga chiqadi. 50 yil ishlab turib keyin iste'foga chiqadi. Mercedes-Benz degilar masalan, BMW degilar, Apple degilar-da. Nimaga? Odamni fokusi baribir cheklangan bu narsalar. Siz bitta paytda 10-15 ta loyihaga fokus qaratishingiz qiyin. Shunaqa, to'ppa-to'g'ri. Hamma sohada to'g'ri, ba'zi sohalarda osonroqdir, no qiyin baribir. Odam qachon zo'r ko'tariladi, rezultat bor, juda zo'r rezultat bor. Juda zo'r rezultat qilish uchun odam bor fokusini berish kerak ekan. O'shaning uchun men o'zi bundan buyog'i shunaqa anaqaga kelolmanda, o'shaning uchun bitta o'zimni kichkina bitta loyihamga bor fokusimni qarataman bo'ldi degan narsaga kelolman. O'shaning uchun edi shu fikrim, ya'ni agensiya modeli ishlasa bo'ladi, faqat bu keyingi darajaga chiqish o'zi xuddi shu narsa, banda ham o'zi shu narsa ishlaydi. Misolcha menda agensiya bor, o'sha jamoa bor. Jamoa alohida biznes. Alohida biznes. Men o'zim reklama yoqaman, u alohida biznes. Ya'ni men o'zim 3 tagacha loyiha olaman, 3 tadan ko'p olmayman. Lekin misol uchun jamoaga bu yerda 20 ta 30 ta ham loyiha uramiz. U alohida tema. Ya'ni bu yerda chunki alohida PM, alohida targetolog bo'ladi. Men o'zim nimaga u 20 tani olmayman? Chunki fokus, xuddi o'sha fokus yetmaydi. Keyin bitta narsa bor, o'sha aytganingizdek, misol uchun mutaxassis sifatida 10 dan 10 qilib bera olmasangiz baribir qoniqmaysiz. To'g'ri, puli ko'proq bo'ladi, 3 ta emas 5 ta loyiha olsam. Lekin men bu 3 ta bo'lgan paytda ularning ishini 10 dan 10 qilib berayotgandim. 5 ta bo'lganda o'zi 10 dan 9, 10 dan 8. Bu baribir misol uchun aytaylik, ishimizning sifatiga baribir ta'sir qiladi-da. Xuddi shunaqa. Tem bo'li hammasining muammosi bir kunga to'g'ri kelib qolsa, u yomon. Mana bunaqada qarang, mana siz endi ko'proq shu targetologlar masalan ko'pchilik ko'rishi mumkin agar yosh mutaxassis bo'lsa, men shunaqangi zo'r tavsiya berardim. Mana siz sohaga kirayotganingizda savol bering. Biznesmen bo'lmoqchimanmi yoki zo'r mutaxassis bo'lmoqchimanmi deb savol berish kerak-da. Men mana shu savolga o'zim javob topdim-da. Men mutaxassis bo'lsam, mana shu ular nima deydi, aytaymi? Ko'p pul topmoqchiman deydi. Tadbirkor, biznesmen bo'lmoqchimisan yoki zo'r mutaxassis bo'lmoqchiman desangiz, ko'p pul topmoqchiman deydi. Bo'ldi. U qaysi yo'l bilan bo'lsa ham ko'p pul topish kerak bo'ldi. Ularni ko'ziga ko'rinyapti. Men hozirgi qilayotgan ishimni sifatini oshirish emas, sonini ko'paytirsam ko'proq pul topar ekanman deb o'ylayapti-da. O'shaning uchun agensiya ochib yuboring. Maqsad sal noto'g'ri mana shu bor. Qarang, deylik mana, buni men futbolga o'xshataman. Qarang. Siz deylik mana shunaqangi bir zo'r Husanovga o'xshagan mana futbolchi bo'ling-da. Qiymatingizni oshiring-da. Transfer narxingizni oshiring. Shunaqa. Mana 5 yil qanaqa bitta klubda o'yning, bitta klubda o'yning. 2-3 ta klubda emas. Abetdagi Realda emas-da. Ular mana 5 yil bitta klubda o'ynaydi. Nima qiladi? Qiymatini oshiradi, o'zini ustida ishlaydi, fokus beradi-yu. Mana mashid deb o'yladi mana bitta siz zo'r futbolchi bo'ling. U yoqda mana oddiy misol mana Korzinkani marketologlarida 9 dan 5 gacha ishlaydi masalan. Nimaga ular o'z jimda chiqib turib o'zi agensiya qilmaydi? Ular o'sha bo'ytabdan o'tganda, bor fokusini bitta loyihaga beradi. Hayotida rejim ham bor, balans ham bor, mazza qilib ishlaydi. Pul tomondan ular normal summa topadi ular. Kerak bo'lsa boshqa biznesmenlardan yaxshi pul topadi shunaqalar. Qaysidir intervyuda ko'rgandim, Murod aka Nazarov Emin aytgandilar. Hamma tadbirkor bo'lishga intiladi, Eminni ko'proq pul topish uchun. Lekin bizani biznesda ham deb aytgandilar, adashmasam, Eminni shunaqa xodimlar bor, kerak bo'lsa mendan ko'p pul topadimi deyishgandi-da. Biznes egasidan ko'p pul topadigan o'sha biznesda xodimlar bor. Xodim bo'lsa faqatgina xodim pulini oladi emas, Eminni kerak bo'lsa biznes egasidan ko'proq pul topadigan holatlari bor. Eminni qaysidir oilada bizada ham bo'ladi. Bizada misol uchun targetologlar bilan Eminni jamoada 60 ga 40 ishlaymiz-da. 60% ular oladi, 40% men olaman. Chunki loyihani to'liq olib o'zingiz qarasin deyman. Orada bo'ladi, ular ko'proq topadigan holatlari bo'ladi. Voy shoning juda zo'r mavzuni ko'tardingiz-da. Men bu bo'yicha shoning mana shu Samarqandda ishlagan paytim o'sha birga ishlaydigan anaqamizni, shepimizni millioner odam-da, millioner odam Samarqandga 800 million dollarcha pul tikyapti-da. Juda katta millioner odam-da. Ularning yonida yurib men juda katta anaqa fikrlashim o'zgarganda. Mana men oldin o'ylardim bu biznesmenlik bu keyingi etap. Yo'q, mana biznesmenlik ham bu qanaqadir insonlarga beriladigan bir ilohiy narsa deb, mana hamma ham prezident bo'la olmaydi. Prezidentlik ham qanaqadir insonlarga beriladi, liderlikda bu. Sizga u narsa berilmagan bo'lsa, ya'ni siz bog'ingiz berib biznesmen bo'laman deganingizdan sizda o'xshamasligi mumkin. Shunaqa odamlar bo'ladi, o'zi biznesmen bo'lishga loyiq. O'sha odamlar qilsa, jamoa ham zo'r bo'ladi, o'sha jamoadagilar ham zo'r pul topadi. Hattoki ba'zi bir zo'r mutaxassislar zo'r biznesmendan ham zo'r pul topishi mumkin. Ekan, ya'ni hamma ham biznesmen bo'lishi shart emas ekan. Siz xodim bo'lmam, normal summa topsiz bo'ladi. Siz zo'r futbolchi bo'lsangiz, ba'zi trenerdan ham ko'p pul topasiz-da.
Shunaqa narsa ekan bu. Mana shu mindsetni yo'qotish kerak. Ya'ni siz masalan siz mutaxassis kirdingiz, mana target sizni agentство ochingiz kerak degani emas-da. Zo'r mutaxassis bo'ling, shaxsiy brendingiz zo'r bo'lsin, statusingiz zo'r bo'lsin, obro'yingiz zo'r bo'lsin. Target bo'yicha agentsiyasi bordan ko'p pul topishingiz mumkin. Qanaqadir bitta loyihaga bir sherik bo'lib turib, masalan, katta loyihaga kirib oling, normal pul topishingiz mumkin deb o'ylayman masalan. Xuddi shunaqa. Oddiy misol, любой tadbirkor ham endi yaxshilarida, mana raqamlarga e'tibor beradigani, o'sha qo'l ostidagi odam yaxshi ishlayotganini ko'rib, baribir uni rag'batlantiradi-da. Xuddi shunaqa. Men yaqinda zo'r bitta case bo'ldi. Faillardan bittasi, bitta bat sohasidagi loyihada bo'layotgan holat. Sotuv yaxshi bo'lmadi. Sotuv yaxshi bo'lmadi. Bu target aybimi, sotuv bo'limi aybimi, bu yerda muhim emas. Bu yerda oxirgi holat nima bo'lgani muhim bo'ldi-da. O'sha biznes egalaridan bittasi gaplashib o'tiribman. Men bu loyihani to'xtatmoqchiman dedi. Voy nimaga dedim, harakat qilib ko'rish kerak, yana targetdan boshqa qilib risklarini oshirib ko'ring, boshqa qiling deb turib har xil ideyalar berdim. U anchadan beri yurib ketmayotgan loyiha ekanda. Harakat qilib ko'rishgan, har xil target to'liq almashtirib ko'rishgan. Keyin aytdi, yaqinda oila tarqatdim dedilar. Oila tarqatdim sotuv bo'limidagilarga kimgadir 700 ming, kimgadir 1 million 200 ming savdo opasi, ularda KPI-yu 1 million 200 ming, 1,5 million, uzoqqa borsa 2 milliondan chiqyapti. Ana bonuslari deyapti-da, bu pul qatga yetadi deyaptilar. O gap yo'q dedim, mana tadbirkorcha fikrlash, mana zo'r dedim. Qatga yetadi. Men bunaqa oila bergandan ko'ra biznes olib borganim yaxshi dedilar-da. Loyihani to'xtatishdi-da. Ana berayotgan oyligi past chiqayotgani uchun uni oshira olmayapti, ko'paytira olmayaptimi? Har xil yo'lni qilib ko'rdi, eplolmadimi, biznes olib bordi-da. Ya'ni asos nima bo'lyapti? Men qo'l ostimdagilarga yaxshi pul bera olmayapmanmi, nima qilib yuribman, ishlab tadbirkorchilik qilib deyapti. Shunaqa case. Da. Mana qarang, budilni chalmoqda-da, menda shunaqa stabil rejim bor. Ishimni juda yaxshi ko'raman. Har kuni ikkitadan rizq qo'yaman. 11 da har kuni budilni chalinadi. Ikkita rizq qo'ydingmi deb qo'yganman o'sha. Gap yo'q. Zo'r. Tinimsiz ravishda kuni ikkita rizq qo'yaman men. Agar men ikkita mana mabodo qaysi rizqimni mana shunaqa o'zimga odat qilib qo'yganman. Mashinada o'tiribman, video olib chiqib ketaman. G'oyakimiz o'tiraman mashinada. O'zingizga tipa jazo deb, video olmasdan mashinadan tushmaysan. Shunaqa. Bu haqida ham mayli hozir alohida to'xtalamiz. Xo'p, boya faillar dedingiz. Keling, yana birin-ketin sanashni boshlayman. Hop, mana mencha har bitta faildan o'zimga zo'r xulosalar olganman. Birinchi marta ishlayapman, Aizonda ishlayapman birinchi marta. Keyin bitta o'sha payt bitta loyiha olganmiz. Endi olishni boshlayapman loyihalar, boshqa begona loyihalar. Kosmetolog opani olganmiz-da. Ishlashni boshlaganman. Yangi sfera, bilmayman, tushunmayman hali bu sferani. Ishlayapman. Etganlar olib pulni keyinroq beraman, oy oxirida beraman degan boshlaganmiz. Bir-ikki videolarimiz yaxshi ko'tarilgan. Endi sohani bilmayman, tushunmayman. Umuman tushunmayman-da sohani, o'rgana olmay juda qiynalganman. Birinchi katta naqam bo'ldi, sohani bilmagandan keyin vobshe qiynalganman. U sohada nima kontent qilsa bo'ladi, nima bo'ladi, umuman tushunmadim. Birinchilardan olgan loyihalaringizdan bittasi-da. Boshida shu. Aizonda ishlab yurgan paytim olganman. Ishlab yurgan paytim olganman menimcha. Birinchi anaqam sohani tushunmaganimdan keyin u sohada kontentlar qilishda juda qiynalganman-da. Ko'p kontentlarimiz ko'tarilmagan. Opa yana nima degan, pulni keyinroq beraman degani, o'sha oy oxiri kelyapti deb bundoq qaramizda bitta-ikkita videolarimiz ko'tarilgan yaxshi. Qo'yalar ko'tarilmagan, unga ham yoqmagan-da. Keyin oy oxirida bahona qilib o'rgan. Bolalar uzr, endi meni xo'jayinim pul bermadi deb o'rgan. Mana birinchi failda men xulosalar qilganman. Demak, o'zim tushunmagan sohada proyekt olishim yaxshi emas ekan. Ikkinchi predoplata bilan ishlashim kerak ekan. U ana o'sha payt kelgan. Bundan keyin endi pul olib ishlashim kerak ekan deganman. Shunaqa, ayollar bilan ishlashda ozgina qiyinchilik bo'lar ekan, keyin e'tiborli bo'lish kerak ekan deb o'ylaganman masalan. Bu ketdi birinchi, ikkinchi. Mana shu xulosasiga to'xtalamiz-da. Mana ayollar bilan ishlashim kerak emas ekan deb turib. Kerak emas ekan demaganman lekin. Yo'q, ehtiyot bo'lish kerak. Mana endi qarang, o'zingizga filtr qo'yasiz. Hozirgi holatingizda, misol uchun aytaylik, shaxsiy brendni yana loyiha olishga boshlaydigan bo'lsangiz, sizni olayotgan loyihangizdagi o'sha insonga bo'lgan filtrlaringiz, talablaringiz qanaqa bo'ladi? Bu bo'yicha filtrlarim bor o'zimmi? O'sha, misol uchun. Bu bo'yicha filtrlarim bor. Xo'p, qarang. Men keldim. Shaxsiy brendga yuritmoqchiman. Siz meni nimani o'rganasiz, nima savollar berasiz, qanaqa surishtirasiz, qanaqa ketma-ketlik bo'ladi? Xo'p, qarang masalan, tanimaysiz meni? Da, taniyman. O'zimga bir-ikki savollar beraman masalan, deylik, siz bilan o'zi umuman sizni qo'lingizda men oddiy ishchi bo'lib ishlashga rozi bo'larmidim masalan.
Bu ham bitta filtr menimcha mana. Birinchi o'zingizga beradigan savolingiz. Da. Mana sizni ko'rdim men. Xo'p, bu odamni qo'lida men ishchi bo'lib ishlashga o'zim rozi bo'larmidim. O'zi qanaqa odam ekan o'zi. Ikkinchi anaqa statusiga ham qarayman sizni. Chunki menda shu bo'yicha ham fail bitta loyiham bo'lganda oldin, bitta loyiham qamalib ketganda. Ya'ni statusga ham qarang. Ertaga mana siz bilan ishlasam hozir, menga bu yomon narsa bo'lmaydimi? Shunga ham qarayman. Odam statusiga qarayman. Fikrlashiga qarayman. Endi oxirgi vaqt loyiha olganimga ancha bo'lib ketdi-da. O'shaning uchun ham yana nima aniq filtrlarim bor edi. Men bu anaqa qamalib ketdi do'stlar. Bizda bitta o'sha loyihada o'sha pul to'lash payti keldi. Biz ham o'zi asosan predoplata bilan ishlaydik. Lekin oy oxirida o'zi oy oxirida beraman ukam deydigan darajaga keldi o'sha отношение. Ya'ni yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshigina pul yig'ilib qoldi, usulga berish kerak bo'lgan odam yo'q. Reklamning budjeti bo'yicha ham qarzi bor. Reklamani o'ziga примерно 4700 mi qarz turibdi kabinet. Kabinetda o'zi qarz 4700 mi shunaqa. Odam yo'q, topolmayapmiz. Yo'q, poterya. Ertasi kunimi Operuzma kanalida qidiruvda chiqib kelyapti. Xuddi shunaqa bo'lganda, televizorda chiqib kelyapti deman. Shok bo'lganmiz-da. Ya'ni biz loyihani egasini qidirib yuribmiz. Faqat bizni qidirmayotgan ekanmiz-da uni. Uni organdagilar ham qidirishayotgan ekan. U juda anaqa bo'lgan. Endi bizning sohamizda misol uchun televizorda to'g'ridan to'g'ri tadbirkor kim, qanaqa inson degan narsani qilasizlar. Endi bizda tadbirkor kim emas, bizda misol uchun loyihaga ishlab sotilayotgan mahsulot yoki xizmatga urg'u qaratilgan u nima sotamiz. O'tda siznikida misol uchun aytaylik, u shaxsan u inson kim? O'shanga misol uchun aytaylik, baribir bu yerda filtr juda qiyin deb o'ylayman-da. Misol uchun men siz oldingizga kelyapman, siz men buni suhbat qilyapsiz-da, suhbat qilib turib keyin to'g'ri keladi kelmaydi deysiz. Ammo maska taqib ketgan bo'lishi mumkin. Qiyin deb yo'q, qiyin o'shaning uchun siz qanaqadir ma'noda tajribali bo'lmasangiz, shu ham psixolog bo'lmasangiz qiyin odam bilan. Menda o'zi qarang, men endi bilmadim, xarakterim shunaqa, bitta odam bilan qilsam zo'r suhbatlashib ketaman. Masalan, kimdirlar bilan ba'zi mutaxassislar bo'ladi-da, suhbatlashish qiyin bo'lgandan keyin o'rtada barrierlar bo'ladi-da, odam yaxshi o'rgana olmaydi. Ertaga keyin siqilib yuradi. Masalan, men zo'r gaplashib ketaman, yaqin bo'lib olaman, ichidagi hamma gaplarni o'zim yaxshi bilib olaman. Hozirgi paytda shu endi oxirgi yaqin vaqtlar ichida loyiha olmaganimga, masalan, ko'pincha o'sha statusiga qarardim, o'zining ishiga qarardim, oldingi ishlariga qarardim. Statusi deganda qanaqa darajada boshqa tadbirkorlar orasida surishtiraman buni men. Mana men boshqa hamkasblar bilan zo'rman-da, mana juda ko'p bo'lgan. Kimdir keldimi? Nima ishlagansiz deyman, oldin kimdirga aloqaga chiqqanmisiz deyman, nima qilgansiz deyman, bu ishlaganman, bu ishlaganman, keyin sira telefon qilaman. Palonchi deyman, sen shunaqa odamni ko'rganmisan, shuni taniysan yoki seni tanishingni palonchi bu bilan ishlagan ekan, qanaqa odam deyman. Ya'ni undan oldingi ishlagan odamlar bilan gaplashib. Juda ko'p bo'lgan menda bunaqa holat. Sira aytadi, aka deydi, "Vo, odam bilmaysiz" deydi. Yoki aka deydi, "Vahshiy zo'r odam" deydi. Hamkasblarim ham shuna. Ular menga telefon qilishadi. "Aka, Farruh aka, shu odamni tanirkansiz, qanaqa deyman?" yoki "Zo'r" yoki "Kam ehtiyot bo'lganda boraman." Bizda mana shunaqa anaqam bor, o'zim networking yaxshi bo'lganiga sira so'rayman. Endi qaysidir loyihalarda shaxsiy darajada bunaqa urush holatlari yoki negativ holatlargacha borilganmi, yo'qmi? Shaxsan men unaqa bo'lmagan, lekin biron marta men qanaqadir eng fail bo'lgan taqdirda ham zo'r xayrlashganman. Hozirgacha unaqa yuz ko'rmaslik unaqa narsa bo'lmagan. Yaqinda bitta holat bo'ldi, qarang. Oxirgi ishlagan paytim bitta qiz bilan ishlaganmiz. Loyiha zo'r bo'lgan. Oxirida o'sha siz aytgandek sal bir janjallashganda, sal xafalashib xayrlashganmiz, lekin qarang, men juda xursand bo'lib ketdim yaqinda. O'sha qiz bilan ishlagan paytim zo'r bo'lgan. Mana tavsiya qildi boshqasiga, telefon qildi, siz deydi palonchi bilan ishlagan ekansiz, o'ylayman. Ya'ni u bilan negativ xayrlashilganda, u boshqasiga negativ xayrlashganman-da, u bilanman. Oxirida san menga borib, lekin u darajada bo'lmagan, sal bo'lgan shunaqa. Xafa bo'lib bu men yozmayman, shunaqa qilib qo'yganman, lekin tavsiya qildi, palonchi tavsiya qildi. Vo'da xursand ketdim ichimda. Qarang, agar yaxshi bo'lsangiz, baribir tavsiya qilar ekansiz sizni. Shunaqa faoliyatingiz mobaynida tekinga xizmat ko'rsatib berayotgan bizneslar bo'lganmi? Siz tekinga xizmat ko'rsatib bergan? Birinchi aytizon shunaqa bo'lgan. Tekin ishlagan boshida 2-3 oy. Da, endi o'tda sabab, misol uchun aytaylik, nima deydi? O'zingizni sinab ko'rish boshqa sohada. O'sha hali birinchi feylim o'sha hali kosmetolog opa bilan ishlagan, o'sha paytda ham deyarli tekinga ishlaganmiz, pulni bermagan. U tekinga xizmat ko'rsatib bermagan, u tekin bo'lib qolgan u. Tekin bo'lib qolgan. Lekin tekinga xizmat ko'rsatganim menimcha eslolmayman lekin. Misol uchun aytaylik, mana shaxsiy brend bilan shug'ullanmoqchi bo'layotgan odamlar
hozir misol uchun aytaylik, birinchi navbatda hozir mana filtr bo'yicha ham gaplashamiz, meni, ya'ni tavsiyalaringizni qanaqa loyihalarni puliga qaramasdan olishni tavsiya berasiz? Ya'ni xizmat summasi kamroq bo'lsa ham, mayli overgin deydigan loyihalaringiz bo'lishi mumkinmi? Ha, mana qarang, mana hozir ham shu Monetize akademiyamizda ham tadbirkor mutaxassislardan tashqari shunaqa sohaga mandek bo'lib ishlamoqchi bo'layotganlar ham bor-da. Ularga men nima deyman? O'zing nima sohani yaxshi bilasan, masalan, deylik, men deydi, aka deydi, men dizayn sohasidan qilganman, o'zim shu o'qiganman. Dizayner olgin deyman, tekinga olgin deyman. Keys qilib bergan, moshni keys qilgan, tushunasan chunki sen u sohani. Masalan, men tushunmayman dizaynni, deylik, mana interyer dizayn sohasida men bilmayman qanaqa. U lekin biladi, o'qigan. 3 yil kollejdagi Toyir institut o'qigan u. Mana shu bo'yicha loyiha olgin deyman. Rezultating zo'r bo'ladi deyman. Tekinga olsa ham arziydi. Muhimi moshni keys qilish uchun. Ya'ni o'zini interesi bo'lgan, o'zini qiziqishlari bo'lgan sohalarni tanlashi. Chunki mana menda fail bo'lgani, mana kosmetologni tushunmayman umuman. Asbob uskunalarni ham bilmayman, nima o'zi вообще tushunmayman-da. Fail bo'lgan oxirida. O'shanaqa narsa. Misol uchun aytaylik, sizda o'qimagan deylik, siz bilan tanish bo'lmagan shaxsiy brend yuritayotgan odam bor yoki shaxsiy brend yuritmoqchi bo'layotgan, shuna xizmat qo'ymoqchi bo'lgan odam bor. Qanaqa filtrlar qo'yishni tavsiya berasiz? Endi mana bunaqa narsalar aka, qarang, bu hamchi mana o'zi aslida mana hammani o'ziga yarasha qadriyatlari bo'ladi-ku. Mana shu filtrlar ham shu qadriyatlarga qarab keladi masalan. Lekin menda o'zimni qanaqa, mana ko'pincha men hozir endi miyam kelyapti. Endi o'tirib o'ylayotganim, mana nimalar filtr qilaman o'zi aslida. Shogirdlarimga nima tavsiya qilardim o'zi, odamga qarang-da. Agar endi bizning soha endi shaxsiy brend bo'lgani uchun ko'pincha kontent bilan ishlaymiz-ku, organik anaqa bilan, kontent bilan. Qiyin bo'ladi. Nutqi yaxshi bo'lmasa, xarizmasi zo'r bo'lmasa, qiyin bo'ladi-da. Bu narsani tan olish kerak, uni qilsa bo'ladi. Ya'ni u odam bilan bir ishlasa bo'lmaydi emas, qilsa bo'ladi. Vaqt oladi, masalan, deylik, odatda deylik, yaxshiroq xarizmasi bor, nutqi yaxshi, chiroyli gapiradigan, yaxshiroq odam bo'lsa, uyalmaydigan odam bo'lsa, shunaqa paytda mana aytaylik, gapirishda qiynaladigan, nutqi, misol uchun aytaylik, nutqini ustida ishlamagan odam deylik-da, uni misol uchun boshqa loyihalarni $1000 dan olgan bo'lsa, uni $1,500 olishga stoytmi yoki noto'g'ri qo'yadimi? Yo'q, qarang, mana bu yerda bunaqa narsa, mana deylik, qarang. Hammasi o'rtadagi kelishuv va kutuvlarga qarab. Masalan, qarang, siz keldingiz, mana xarizmangiz yaxshi ekan, sizga aytaman, aka deyman. Men deyman, sizni sohangizda deylik, boshqalarni ko'rdim, mana shunchaga ko'tarsa bo'lar ekan. Siz bilan 3 oy ishlasak, men aniq ishonaman, 3 oyda siz bilan qanaqadir mana bunaqaroq rezultat qilishimiz mumkin deyman. Agar siz kelyapsiz, umuman gapirmagansiz, hali biror marta tushmagansiz, xarizmangiz ham yo'q, ko'ryapsiz, aka deyman, siz sohangizda bor ekan mana, lekin aniq bilaman, aka, qiynalasiz deyman. Mana birinchi 3 oyda biz siz bilan ishlaymiz, keyin birinchi 3 oyda biz siz bilan ko'pincha menga fokus qaratamiz-da. Kontentga tushishni o'rganib olishingiz o'zi katta gap, masalan, birinchi 3 oyda. Undan keyingi 3 oyda biz mana qilishimiz mumkin. Sizga 3 oy emas, 6 oycha vaqt ketadi. Kutuv qilmang deb shunaqaroq kelishuv qilishimiz mumkin. Nutqi bor odamga 3 oylik strategiya beryapsiz. O'tdagi summa bilan gapirishga qiynaladigan odamga berilayotgan 3 oylik strategiyaning summasida farq bo'ladimi, yo'qmi? Shaxsan men o'zimdan anaqa, mana narx qo'yish, menda hech qanaqa tarif yo'q, lekin men o'zim hech qanaqa tarif ham yo'q, standart narsa ham yo'q-da. Individual holatdan kelib chiqaman. Individual mana shunaqa. Hammasi men shunaqa kelishuv qilganman. Shu o'sha holatga kelib chiqib, kimdirlar masalan ko'proq narsa xohlaydi, kimdirlarda qiyinroq vaziyat, boshqacharoq, hammasi individual bo'lgan menda. Zo'r. Menda shunaqa bo'lgan. Qanaqadir, mana aka, men 3 ta bittasini tanlab olayim degan unaqa bo'lmagan lekin menda. Zo'r. Hozirgi paytda Monetize bitta patok ochildi. Endi nechta patok bo'ldi? Nechta guruh? Endi birinchisi 3 ta guruhga bo'ldi. Bu bitta patokda, to'g'rimi? Bitta patokda Monetize 1.0. Bitta birinchi patokda 40 dan ortiq, 40-50 ga yaqin 3 ta guruhga bo'lganmiz shunaqa. Okey. Mana endi qarang, 40 ta deyapsiz-da, 40 ta bo'ladigan bo'lsa, lekin o'sha Monetize boshlayotganingizda qiziqqanlar soni nechista bo'lganda? Shunaqa. Endi men misol uchun aytaylik, nechista qiziqqan 40 tasi qo'shilyapti. Mana masjidda odamlarda mana bunaqa narsa bor-da. Hammasini faqatgina puli yo'li qo'shila olmagan deya olmaysizda. Ularda chalg'ituvchi faktorlar bor. Misol uchun aytaylik, katta ehtimol bilan nechtasidir boshqa kursga ketgan, boshqa narsa bo'lgan. Hozir kurs, misol uchun qaysidir kursda o'qiyman deyotgan bo'lsa, ularning o'lchovi moliyaviy o'lchov bo'lib qolganda. Men qaysi sohada kim necha pul topayotganiga qarab turib, sohani tanlayapti. Bunga qarashingiz qanaqa? Ya'ni misol uchun aytaylik, kimdir anitda qaysidir sohani orqasidan gelik oldi deylik, bo'ldi, o'sha sohaga bo'lgan talab oshib ketadi. Yo'q, endi qarang, men bu narsaga anaqaman, sal
qattiqroqman, masalan deylik, men xohlamayman deylik, meni qanaqadir anaqamni mashina ko'rsatib reklama qilib sotish unaqasi xohlamayman. Hattoki o'sha menda shunaqa qadriyatim bor o'zim, qancha pul topishim hattoki ayolim ham bilmaydi. Hech kimga aytmayman men. Hech kimga aytmayman. Biron bir narsa kelishib qilsam ham deyar hech kimga aytmayman. O'zingiz bilasizmi ish qilib, ani salbiy taraflarimdan bittasi deysiz. Bir tomoni o'zim ham bilmayman. O'sha deyar hech kimga aytmayman. O'zingizda men aytmoqchi o'tganim nafaqat o'zingizning prinsiplaringiz bo'yicha emas, men o'zingizning qarashlaringiz bo'yicha boshqalarni o'lchovi faqatgina moliyaviy taraflama sohani tanlashda bo'lib qolayotganida aytaman. Ya'ni bu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi demoqchimisiz? O'zingiz qarashlaringiz to'g'ri, noto'g'ri emas. Bu o'zingiz fikringiz. Faqatgina misol uchun aytaylik. Mana bunaqasida qarang aka, o'zicha men o'ylayman, hamma sohada zo'r pul topsa bo'ladi deb o'ylayman-da. Aynan deylik, mana bunaqa mana. Men o'zim mana IT da ham zo'r pul topsa bo'ladi, lekin men tushunib yetganman, IT men uchun emas ekanda. IT bo'yicha ishlayotgan o'zim o'sha paytdagi kursdosh o'rtoqlarim bor, zo'r pul topishadi. Amerika bilan ishlaydi, shuni o'rtada normalniy mashina olganda, zo'r pul topadi ular masalan. Har bitta sohada mutaxassis bo'lsangiz, yaxshi pul topishingiz bo'ladi. Gelikni bunda ham olsa bo'ladi, bunda ham olsa bo'ladi. Prosta men o'zim mazza qildim mana shu sohada. Bu men uchun ekanda. Masalan, men hozir balki kimdir mendan zo'r pul topar boshqa sohada, lekin bu degani men o'tishim kerak degani emas-da. Men o'zimni potensialim, ko'nikmalarim, hobbim mana shu sohada ekan. Men aytmoqchi bo'lgan narsam mana bunaqa narsa. Misol uchun biz bilmagan holda, misol uchun aytaylik, moliyaviy erishgan narsalarimizni ko'rsatamiz. Mana shu orqali misol uchun aytaylik, odamlar misol uchun sohamizga bo'lgan qiziqish ortadi. Endi bu narsani ko'rsatmaylik deydigan bo'lsangiz, boshqa ko'rsatayotgan, lekin produkti dabdala bo'layotgan o'sha tarafga olib ketadiganlar ham ko'p-da. Qarang, eng qizig'i bor-ku, mana men hozir o'ylayapman, Monetize Brunolni anaqasini ochayotganimizda men bir moliyaviy yutuqlarimni olib chiqmagan ekanman, eng qizig'i. Qarang, olib chiqmaganman deysiz, lekin misol uchun aytaylik, bu bilmagan holda amalga oshadi-da. Misol uchun aytaylik, mashinadagi bolasiz siz. Sizni mashinangizni bilishadi o'zi qanaqaligini, tushunasizmi? Siz stories qo'yishdan erinmaydigan odamsiz. Misol uchun siz oddiy misol qattandir покупка qilayotganingiz, oddiy uyga ro'zg'or qildim deysiz, lekin o'sha uyga ro'zg'or qilayotgan paytingizda "Vo, shuncha narsa olar ekan bu" deb turib o'ylashlari mumkin-da. Men aytmoqchi bo'lgan narsam negiz nimada deydigan bo'lsangiz, misol uchun aytaylik, o'zi botda o'lchovi o'zi ham noto'g'ri-da. Mana misol uchun aytaylik, siz o'zingiz qaysidir soha, aytaylik 18 yoshsizda, endi misol uchun maktab bitirdingizmi, kollej bitirdingizmi, qaysi soha tanlasam ekan deganingizda baribir samo soboy o'lchovi orasida qayerdan necha pul topa olar ekanman, qaysi sohada necha pul topa olar ekanman degan birinchi og'riq. Nashini yopishga harakat qilamiz-da. Hozir kimdir qaysi sohada maza qilib ishlayman degan savolni berishi juda qiyin. Birinchi narsasi baribir qaysi sohadan necha pul topar ekanman-da. Zo'r mavzu ko'taryapsiz, lekin men bu bo'yicha to'g'risi chuqurroq o'ylamagan ekanman. Chunki nimaga aytsangiz, mana hozir bizning Monetize degan asosiy segmentimiz bu narsaga aldanadiganlar emas-da. Mana oddiy misol, Monetize akademiyamizda mana Kamoldan akam yaxshi biladilar. Vujud nechtasini mashinasi bor-da. Ayollar keladi, opalar keladi, akalar keladi, nechtasini mashinasi bor. Ular uchun bu narsalar unaqani havas qiladigan narsa emas, chunki asosiy segmentimiz bizda tadbirkor va mutaxassislar-da. Ular balki o'sha boshqa qanaqadir sohaga endi kirayotganlar uchun kurs qiladiganlarda bu zo'r ishlar, lekin men chuqurroq o'ylamagan ekanman bu haqida. Monetizda biz doim bu mashinani olib chiqamiz, pulni olib chiqamiz, orqali jalb qilamiz deb o'ylamagan ekanman, eng qizig'i. Chunki bizning segmentimiz bu narsaga aldanadiganlar emas-da, to'g'rimi? Aldanadiganlar emas, hammasi. Mana, masalan, Shahlopa bor, Gulyopa bor, mana kursimizga Saloma masalan. Juda ko'pchilikning o'zini inomarka mashinalari bor-da. Ular bu narsaga aldanmaydi ular. Ularning anaqasi maqsadi shaxsiy brend qilish, o'rganish, o'ziga blogini rivojlantirish. Biz noto'g'ri kutib bermaganmiz hech kimga. Kursdan keyin mana shuncha summaga chiqasan deyilmagan umuman. Organik ravishda obunachi yig'ishni o'rgatamiz, shaxsiy brend orqali sotuv qilish o'rgatamiz deganmiz. Kutib bu yo'qdan. Balki o'sha kursida sen kursni bitirasan, gelik olasan yoki mana Genta olasan deylar. Bizda bunaqasi bo'lmagan. O'ylab ham ko'rmaganman haqda to'g'risi. Segmentimiz shunaqa bizani. Ajoyib. Misol uchun siz segmentingizda imенно misol uchun moliyaviy qaysidir o'ringa erishganlar kelyapti-da. Mana qarang, bu narsani siz mana agar blogimni yaxshilab bir o'tirib bir ko'rib chiqsangiz bor-ku, meni o'zimni ideal obunachim bor. Ideal obunachim bor deyman o'zimni. Bu narsa haqida biz kursimda o'rgatganman o'zi. Ideal obunachim kim men aslida? Menda o'zimda yoshi 30 dan kattaroq Gulyopa, ko'pincha Gulyopa deb chiqaman o'zi. Bizneslari bor, bitta-ikkita, qanaqadir kichkina, oyiga normal pul topadi, 3000, 4000, 5000 topadi. Mashinasi bor, yuribdi takoy. Endi qiziqib qoldi blog yuritishga. Yana yuritaman, sotuv oshiraman deyapti.
Bu meni eng zo'r go'shtli segmentim. Ikkinchisi, Dilshod aka, yoshlari 20 dan oshgan, sizdagi qanaqa kichkina bizneschilari bor, yanada qilmoqchi. Yoki qanaqadir Anvar aka, yoshi 25 dan katta, mutaxassis, doktor, yurist yoki. Mana shular meni asosiy segmentlarim va menga boru 18 yoshli bolalar masalan vobshe qiziqmas menga. Men umuman unaqa videolar qilmayman. 18 yoshli bolalarga motivatsiya deb umuman unaqa video qilmayman. Oldin qilgandirman balki, oldin necha yillar oldin. Blogerchi bilmagan paytim qilgandim, lekin hozir menga qiziqmas u auditoriya. Chunki meni segmentim emas bu. Meni xizmatimni oladiganlar ham, kursimni oladiganlar ham asosan bular. Videolar ham o'shalar uchun asosan. Men video qilayotganda o'ylayman, to'xta, hozir yoshlar 30 yoshdagi Gulli opaga nima video qiziq bo'ladi? Ular nima reels olishni bilmayapti. Gulli opaga shu qiziq deb shunaqa video qilaman. Yoki blogerchi stabil qila olmayapti. Gulli opaga mana shu narsa muammo deb o'sha videoni qilaman. Tushunarli. Men buni so'rayotganim, misol uchun aytaylik, men imенно yoshlar orasidagi degan narsani ko'p o'ylayman-da, chunki menda segmentda bor, chunki bizda sizda bor-da. Ekotizm bor, bizda targetologiya bor, imенно noldan bu sohaga kirish. Maktab bitirayotganlar, institutga kirganlar. Targetologiya. Imенно bu kurs, bu sohaga kirib kelish birinchi qadam. Keyin mentorство bor. Imенно bu sohada 1 yil 2 yil ishlaydi, endi summa topadi, keyin mentorstvodan keyin klub bor. Imенно 4-5 ming topayotgan targetologlar yig'ilib o'tda fikr almashinuvida, jamoa qurish, boshqa qilish. O'shanga mana segment haqida bosh qotirsangiz, mana eng kichkina, eng pastdagi segment haqida bosh qotirsangiz, bosh qotiradigan narsa juda ko'p. Sizda muhim bu narsa sizda, chunki bu yangi mana siz target sohasini yangi kasb sifatida o'rgatasiz-da. Bizda asosan maytaz bunaqa emas. Bizda daromadli shaxsiy brend qurish, shaxsiy brend kasbini o'rganasan degandan ko'ra biz bunga urg'u qaratamiz. Akkauntini yuritmoqchi bo'lib yurganlar, akkaunt yuritib ko'rganlar keladi-da. Katta qismi shunaqa bizda. Men aytmoqchi o'tganim bu yo'lga tushsangiz, men ularga qanaqadir produkt sotish ma'nosida emas, bu yerdagi ularning qarashlari, misol uchun hozir sizga savol keladi, misol uchun aytaylik, kurs necha pul yoki xizmatingizdan foydalanish necha pul, to'g'rimi? Lekin siz bu segmentga tushsangiz, o'tdagi savollar, qancha pul topaman, qanchada mashina olaman, bir oyda nima mashina olsam bo'ladi degan savol primoy kelishi mumkin-da. Necha puling bor, qanaqa mashina olmoqchisan? Yo'q, pulim yo'q. Noldan mana shu sohani o'rganib turib, sen hali o'rganib chiqishingga 1 oy yetadimi degan savol bor-da. Lekin to'g'ridan to'g'ri primoy beradi. 1 oyda qanaqa mashina olaman deydi. Ajoyib. Xullas, to'g'ri, siz segmentingizda bor bunaqa. O'sha segmentga moslab o'ylash kerak, og'riqlarni yopish kerak. Masalan, men oddiy misol bitta SMM bo'yicha hamkasbimiz bor. Masalan, uni ham asosiy anaqasi shu yangi kasb sifatida o'rgatadi. Uni ham videolarini ko'rsangiz, hamma shunaqa. 18 yoshda bu yerlarga bunaqa motivatsiya yoki 18 yoshda nima qilish kerak, 19 yoshda nima qilish, mana shunaqa videolar qiladi-da. Segment shunaqa chunki uni. Ajoyib. Endi bitta savol asosiy. Men bu sohada imенно o'z sohasi bo'yicha bu narsani juda kamchilik biladi yoki faqat men bilaman deydigan qaysidir fishkalaringiz bor? O'sha fishkalardan birortasini ulasha olasizmi yoki yo'q? Zo'r narsalar o'rgataman. Mayli, tekinga o'rgataman. Juda qiziq narsa o'rgataman. O'zi yaqinda bitta inson shu kursida mehmon spiker bo'lib yurdim. O'shanda ham o'zini spiska qilib berganimni bilagan. Hozir esimni bordan aytaman. Nima narsalar, qarang. Meni asosiy fishkam nima o'zi? Mana kurs Monetize 1.0 ga qo'shilganlardan men kasdef qildim o'zimda. Ularga nima uchun ular qo'shildi deb o'ylaysizmi? O'zingiz qanaqa bir endi meni chetdan kuzatgan inson sifatida bir qanaqadir fikrlaringizni aytingchi. Nima ularda asosiy anaqa muammo bo'lib menga qo'shilgan bo'lishi mumkin? Davomiy yurita olmaslikmi akkauntni? Xo'p. Davomiy yuritish ma'nosida, ma'no ko'ra olmaslik, ideya topa olmaslik. Xo'p. Shu asosiy ikkita faktor deb ko'rayotganim. Misol uchun aytaylik, men Monetize'ga nimaga yozilishim mumkin edi? Davomiy yurita olmayotganim yoki ideya topa olmayotganim deb. Zo'r, juda ham zo'r. Mana qarang. Men ko'pchilikdan so'radim, ular ham asosan shunaqa narsa aytishdi. Asosiysi bor, ular o'zlari mendagi oddiy qilib yuritishni xohlashdi. Mana ularning ichida, qo'shilganlar ichida boshqa mana shu top, mana mutaxassis, boshqa kurs qiladiganlarda ham o'qiganlar bor-da ichida. Yaxshi mutaxassis o'qiganlar bor. Ular aytayotdiki, ko'pchilik aytdi, qiyin, shaxsiy brend qilish o'rgandim, qiyin deyapti. Jamoa bilan ishlash kerak ekan, bir narsa qiyin, yurita olmayapman deyapti. Siz deydi, oddiy mashinada o'tirib videolar qilasiz deydi, har kun video qilasiz, stabil qilasiz deydi. Menga shu narsani o'rgating deyapti. Men o'zim qilay, kerak emas SMM komanda, kerak emas shaxsiy brendchi. Sizdagi o'zim qilish xohlamayman deyapti. Mana anaqam bor-da, qarang, men bor, mana kuniga ikkita reels qo'yaman-da. Har bitta reelsimni g'oyasidan top yuklagungacha bir 10 minut 15 minut vaqtim ketadi. Umuman soatlar vaqt, men juda erinchoman sizga o'xshagan. Formula bormi yo'qmi? Endi o'zimning strategiyam bor. Mana kontent syomka qilishim ko'rsangiz, вообще prikol.
mashinaga o'tiraman. Bugun men media bordim, deyman, galeriyaga kiraman, skrinshotlar qilib qo'ygan bo'laman o'zi g'oyalarni. Uni olaman deb, bo'ldi, men qanaqa stabil blog yuritish mumkin? Deyman, uni ochaman deb, o'tirib gapiraman deb. G'oyam endi tajribam bo'lgani uchun o'zimning g'oyamni 1 minutga sig'dirib gapiraman. Olaman. Sразу edit degan programmaga kiraman, montajyor yo'q. Kiraman. Sразу bundan montaj qilaman, ustiga muzika qo'yaman. Bir xil muzika. Dangasaligim uchun shunaqa qilgan. Bitta muzika eshitaman. Faqatgina bitta, hamma buni biladi. O'zimning bitta muzikam bor. O'shani qo'yib yuboraman. Topish oson bo'lishi uchun. Bunda kiraman. Videoyimni boshini kesaman, bundoq qilgan joyini, oxirini kesaman, bundoq qilgan joyini. Muzika qo'yib qo'yib yuboraman. Bo'ldi. 10 minut, 15 minut vaqtim ketadi mana. Mana shunaqa blog yuritib, ishoning, o'sha Monetize akademiyamiz anaqasi qabul ochilishdan oldin 1 oy ichida 22 ming obunachi yig'dim. Blogga fokus qilmasdan, oddiy kuniga prosta shunaqa qilib video qo'yib yuboraman. Bo'ldi. Ko'chada, ba'zi mashinada 22 ming jonli obunachi yig'dim, 10 mingga yaqin lead tushgan. Oddiy qilib, montajyorga pul sarflamaganman, studiyaga bormaganman, o'zim anaqadir bir 4 soatlab syomka qilmaganman. Meni eng katta anaqamni bildimman, tashqaridan qarab, bu oddiy qilib stabil blog yuritish. Joy darajasiga. Qarang, ba'zilarda anaqa fikrlar bo'lishi mumkin. Masalan, aytadi, aka sizni deydi, agar segmentda shunaqa tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa oddiy videolar qilasiz, ularga bu narsa anaqami? Ular bu shunaqa videolarni ko'radimi? Tadbirkor, millionerlar oddiy odamlar, qanaqadir ular faqatgina studiyadagi videolarni ko'rmaydi, faqat montaj qilingan videolarni ko'rmaydi ular. Ularni Instagramda faqat studiyadagi videoni chiqarib beradi. Samarqanddagi millioner shepimiz Instagram ko'rsangiz, vaylarni ko'radi ham oddiy odam u. O'ylaydi, siz deydi tadbirkorlik qilsangiz premium qilish kerak deydi, dahshat qilib montaj qilish kerak. G'ib bo'lmag'ur fikr bu. Eng jinnicha fikr. Ko'radi. Mana istoriyami bor-ku, kimlar ko'rganini men ko'rishga qo'rqaman. Ko'rmayman. Istoriya qo'yaman, ko'rmayman kimlar ko'rganini. Nimaga bilasizmi? Qo'rqaman. Unda ko'rsam, seriozli odamlar bor-da. Million obunachisi borlar bor, qana hokimlar bor, normal odamlar bor. Qo'rqaman ko'rishga. Agar uni ko'rsam, kimlar ko'rayotganini ko'rib bilib qolsam bor-ku, menki istoriya qilishga qo'rqib qolaman. Ko'rayman o'shaning uchun. Nimagani prosta samimiyman, jaydaraman mana. O'shanaqa qilib videolar qilaman. Ajoyib. Kimdir o'ylaydigan, menga agar deydi, men hokimlarga millioner odam ko'rish uchun deydi, men premium qilishim kerak. G'ir bo'lmag'ur fikr. Men o'sha o'zimni jaydara samimiyligim bo'yicha video qilaman har kuni. O'zimga oson qilib qo'yganman. Blog yuritish men uchun juda oson bo'lishi. Ya'ni birinchi narsa nima? Birinchi anaqa life hackmi yoki birinchi fishka blog yuritishni juda ham oson qilish. Blog yuritish shu darajada bo'lishi kerakki, xuddi ovqat yeyishga o'xshagan, undan ham oson narsa bo'lishi kerak. Har kuni siz 3 mahal ovqat yeysiz-ku, qanaqadir, yo'q, men hozir ujinga men borib, kiyimlarimni kiyib kelib, alohida o'tirib ujin qilishim kerak demaysiz-ku. Ba'zi payt xuddi yeyorasiz, ba'zi payt gumma yeyorasiz, masalan, sharoitingiz bo'lmay qolsa. Yoki vaqtingiz bo'lmagan, yo'q, men bugun anaqa borib tayyorgarlik ko'rib kiyinmayman demaysiz-ku. Shunaqa narsa menda ham. Mana o'tgan oy hattoki bir kun esimda-da, Samarqanddaman, vokzalga ketdim, kech qolman poyezdga. Hozir 1-2 marta kech qolib ketdim, poyezdni o'tkazib yubordim. O'shanaqa paytda ham video qo'yganman. Rejimim buzilmasin deb. Muhimi shu, har kuni oddiy blog yuritish oson bo'lishi kerak. Yana nima aytaman? Blog yuritayotganda siz tomoshabingizni, hokim bo'lsin, millioner bo'lsin, milliarder bo'lsin, IQ darajasi past odam, bir -100 darajada fikrlaydi, tushunmaydi hech narsani deb shunaqa yondashuvda video qilish kerak. Videoyingizda mana u sizni his qilmaydi, siz tushuntirib bering yaxshilab, maydalab unga. Men yosh bolaga tushuntirgandek qilaman videolarimni. U millioner bo'lsa farqi yo'q menga. Uni qabul qilish past odammi deb shunaqa yondashuvda sodda qilib tushuntiraman, unga ham zo'r yetib boradi. Ko'pchilik shunaqa deydi, siz deydi, zo'r tushuntirasiz deydi. Maydalab tushuntirib. Ikkinchi fishka nima? Tomoshabingizni IQ darajasi bir -100 deb tasavvur qilish. Bu ikkinchi fishka. Uchinchi fishka nima? Instagramga tomoshabin qachon kiradi? Siz qachon kirasiz Instagramga? Kech payt. Yoki qanaqa vaziyatlarda kirasiz? Shu ba'zida miya degradatsiya qilgisi kelib qoladi, chalg'igisi keladi o'sha paytda. O'sha paytda kirasiz. Deylik, masalan, men o'zim ba'zida mana mashinada ketyapman, svetoforda turibman. Shunaqa payt ko'raman, sraz kiraman-da, qarayman 30 sekundda, ulguraman, kiraman-da, kirib sraz chiqib ketaman. Yoki mana hozir ham mana keldik, kutib o'tiribman, sraz kirdim, ishimni qilib chiqib ketdim.
odam Instagramga ko'pincha shu yoki dam olish uchun yoki qanaqadir shoshib turgan paytlari bir ozgina vaqt bor payti kiradi. Endi his qiling, tomoshabinning shunaqa paytda bo'lsa, mana shunga mos video qilishingiz kerak. Agar hozir men chiqib olib turib, mana kostyum shimni kiyib olib turib, "Davay bolalar" deb o'tirib video qilsam, o'ylaydiki, bu 2 soat oldin tayyorgarlik ko'rgan. Hozir men 20 sekund vaqtim bor deydi, 2 soatlik narsasini men hozir qabul qila olmayman deydi. Miyasi shunaqa ishlaydi. Mani mashinada yoki oddiy qilib video qilishim bitta yana sababi tomoshabin o'ylasinki, men oddiy hazm qilish oson narsa beryapman. Ulgurasiz aka 30 sekundda. Oson narsa aytyapman deyman men bu bilan. Mashina o'tirib, svetofor o'tiribdi-da, mashina o'tirdi ham bu hozir oddiy narsa gapiradi deb o'ylaydi. Ko'radigan video. Hazm qilish oson bo'lgan. Hazm qilish oson narsa berish. 3-fishka bu. Zo'r, ajoyib. 4-fishka. Blog yuritish bugun ham shu haqida video qo'ydim. Restoran ochishga o'xshaydi. Mana deylik siz bitta obunachingiz bo'lsin, ikkita bo'lsin, 10 ta bo'lsin, har kuni restoran oching siz. Masalan, bugun cho'ta odam kam, "Davay yopamiz restoran" demaysiz-ku, har kun 9 dan 10 gacha ochib qo'yasiz. Blog ham shunaqa, bitta obunachi bo'lsin, 100 ta obunachi bo'lsin, har kuni video qo'yish kerak. 3-oyda mana 3 oy restoraningiz yurmadi. 3-oyda restoraningizga prezident kirib qoladi. Ki hamma sho'shib, prezident keldi, davay boramiz deb hamma kelishib boshlaydi. Bu ham shunaqa. 3-oyda bir videongiz ko'tarilib ketib qoladi-da, o'ylaysizki, to'xta, men restoranimga mana bunaqa ovqatni qo'shsam, zo'r ketar ekan. Davay restoranimizni fast food emasdi, turkcha fast foodlar bo'yicha qilamiz bolalar deysiz. Mana shu bo'yicha videolar qilasiz-da, uchadi. Ko'taraman. Men o'zim 0 dan 30 minggacha 6 oy yurganman. Birinchi martada, lekin 100 minggacha 7-oyda chiqqanman. Birdaniga ko'tarilganman. Bundoq bo'lib turib, bundoq ko'tarilganda, xuddi shunaqa bu ham. Ya'ni 4-fishka blog yuritish, bu restoran ochish kabi, har kun restoranni ochish kerak. Bu yana bitta anaqa edi. 5-fishka nima? 5-fishka hozir. O'ylab ko'ray. Fishkalarim bo'ladi. Xohlasangiz monetize qilsanglar, keyingi fishkalarni o'rgatamiz siz bilan. Mana bunaqalar juda ko'p, men bir yozib qo'ydim o'zi, hozir esdan chiqib qoldi. Xo'p, hozir yana. Zo'rlari bor menda. Okey, asosiy narsa. Jarayonni esga tushib aytaman. Jarayonni esga tushib aytasiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam, misol uchun aytaylik, manfaatli, misol uchun qanchadir bilim olishyapti, qanchadir misol uchun aytaylik, case olishyapti, bizlarni ko'rayotganlar. Bundan tashqari, monetize ga qanaqadir chegirma qilib bera olasizmi? Misol uchun aytaylik, qaysidir insonga yoki nimadir qilgan insonga imенно yoki nimadir kommentariy yozgan insonga mana shu imенно videoni tagida. Xo'p. Ya'ni monetize haqida bir 3 martadan 4 marta to'xtaldik. Ya'ni misol uchun aytaylik, ko'rayotganlar orasida ham interes bo'lishi mumkin. Qiziqish bo'lishi mumkin, juda ham zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, biza o'zi qanaqadir yoki Kamoldan ekan chaqiring, meni monetize bo'yicha nimadir takliflar bera olasiz. Bu bo'yicha men nimadir deya olmayman. Kamoldan ekan chaqiramiz sizlarni. Pastda Kamoldan kontaktini qoldiramiz, yozinglar o'ringiz. Mana adashim bor, bu yoq tarafda o'tirgan, именно Farhod aka bilan birga ishlab, главный PM desa bo'ladimi? Ham shogirdimiz, ham akamiz, ham shu loyihada birga ishlaymiz, ham loyiha menejeri, ham kurator. Ular, ya'ni главный insonlardan bittasi. Okey. Xo'p, nima sovg'a bera olamiz? Xo'p, aynan sizni obunachilaringiz uchun bizga xudo xolasa, zo'r narsa qilib beramiz. Hozir qanaqadir bitta anaqa aytmayman, mayli, bilmadim. Zo'r narsa qilib beramiz. Aynan YouTube videodan keldim deydigan bo'lsa, aynan ular uchun alohida yondashuv qilib beramiz ularga. Shunaqa deylik, yaxshisi. Ajoyib. Alohida yondashuv qilib beramiz, zo'r qilib ular uchun. Ajoyib. Tak, o'ylayman, men gaplashadigan asosiy mavzularimizni gaplashdik. Qanaqa savollar qolib ketmadimi o'zingizda? Yo'q, savol qolib ketishdan ham misol uchun hozir o'zi примерно 1,5 soatcha gaplashdik. Dalish gaplashadigan bo'lsak, o'zi ular anaqa oxirigacha borguncha uxlab qolishingiz mumkin. Lekin oxirigacha ko'rganlar eng sadoqatli anaqalar bo'ladi-da. Eng tem bo'li o'zini misol uchun aytaylik, yangi nimadir insight ola olayman deb misol uchun harakat qilayotgan insonlar deb hisoblayman ko'pincha. Shuncha bilim berdilar, kelib shuncha case ulashganingizga, faillardan qo'rqmaganingizga rahmat sizga. Bundan tashqari, mana agar monetize dasturlariga qiziqishinglar bo'lsa, bemalol o'zlariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Именно Kamol Digital bilan YouTube'dagi videoni ko'rib kelganman desanglar, qo'shimcha bu yerda bonus sifatida qo'shib beryaptilar, nimadirlar yoki qanaqadir chegirma sizlarga qilib beryaptilar. Beramiz. Dolasa. Shu, menimcha suhbat uchun, ajoyib suhbat uchun rahmat. O'zicha, siz bilan alohida o'zi zo'r muhokamali mavzu bor-da o'zi. Paid ads bor,
organic free ads bor, ya'ni pullik reklama bor, bepul reklama bor. Bu o'zi juda zo'r mavzu men uchun. Men bu mavzuda ham bahslashishga, muhokama qilishga bir har doim tayyorman-da. Zo'r mavzu bu, zo'r mavzu. Masalan, paid ads zo'rmi yoki bepul ads zo'rmi yoki qaysi biri qanaqa paytda yaxshi o'zi? Zo'r mavzu masalan-da. Agar balki anaqa bo'lsa, davайте buni крючок sifatida qoldiramiz. Misol uchun agar zo'r mavzu berdingiz, именно organika yaxshimi yoki именно pul to'lanib olib keladigan reklama yaxshimi? Qaysi birini qanaqa plus minus tarafi bor? Misol uchun bu samo собой bu yerda men pullik reklama tarafdori bo'laman, siz organika tarafdori bo'lasiz. Debat sifatida yoki o'sha debat sifatida qilsak zo'r bo'ladi. Bu o'zi juda ko'p mutaxassis tomonidan o'zi har doim anaqa muhokama olib keladi. Mana ba'zi bir kuchli mutaxassislar deydi, faqatgina paid ads zo'r deydi, ba'zilari yo'q, mana zo'r deydi. Lekin mana oddiy misolda kimdirlar mana paid ads zo'r desa, lekin siz ba'zi bir o'sha sohadagi zo'r mutaxassislarni paiddan emas, freesidan tanigansiz siz. Odatda. Mana ham siz oddiy organik rizqdan tanigansiz-da. Men paid ads qilmayman masalan. Hali juda zo'r muhokamali mavzu bu. Balki qanaqadir debat qilib turib, hammani o'rtaga tashab turib, orqaga organik adschilar yoki paid adschilar bilan muhokama qilarmiz. Zo'r bo'ladi. Okey. Shu bilan birinchi sonini tugatsak bo'ladi. Rahmat yana bir marta vaqt ajratib kelganingizga va ajoyib suhbat, qo'shimcha lifehacklar va qo'shimcha monetize bo'yicha takliflaringiz uchun. Kattakon rahmat sizga. Sog' bo'ling, xursand bo'ldim sizni ko'rib. Salomat bo'ling. Bu podkastimizning keyingi sonida kimni ko'rishni xohlaydinglar, izohlarda yozib qoldiringlar. Yana Farruh Salepni yozib yuboringlar.